xitoylik katta tadbirkor qancha vaqt o'zbek tadbirkor minusga ishlashga tayyor degan savolga beryapti. Odamlarga tushuntirib bermasak, menimcha Bilmadim, menda shubhalarim bor. Qo'rqinchli savol-da bu. kalta egallarni ham ko'rdim. Bemalol hammasini ko'chirib olib chiqib ketaylik. Davay deydigan sakrab bo'ladi. Bu aniq strategiyamidi yo bir tabiiy ravishda bozor konkurensiyasiz oqimda bo'lib ketdimi o'zi bu narsa? Bugungi qaror qabul qilishimiz bizni o'tmishimizdan kelib chiqar ekan. Odamlar sizni kimni bilishni xohlaysiz hozirgi kunda? Hozir bir 6 ta sun'iy avatarim yaratdim Qozog'istonda. Bizdan so'raymiz aka, maqsad nima o'zi? Tadbirkorga nimadir biz bu narsani oshirib boraveramiz. Odamlarda bundan ham qo'rquv bor-da. Super aqlli emas, lekin super mehnatkash. Bunga qanaqa yechim qo'yasiz? Qanaqa qilib raqobat qilmoqchimizni men bilmayman. 13 million ichida o'tirgan bo'ladi o'zi. Intellektimiz bo'yicha hali ancha ishlaydigan joyimiz bor. Siz haqingizda kim qanaqa fikrda? Xodimlar bilan ishlashga tayyor emassizlar, chunki shu kichkina turba shu turamiz. Chunki tajriba bu har doim ochiqlanishi kerak. Nima qilishimiz kerak uncha? Keling, ishlashni boshlaymiz. Bilasizmi, mana bu prosmotrlar kimga tegishli? Kasb media mijozlariga. Ko'rib turganingizdek, bu natijalar mijozlarimiz sahifalarida atigi bir haftadan 2 oygacha bo'lgan oraliqda qilingan. Agar siz ham o'z shaxsiy brendingizni qurib, qisqa vaqt ichida katta auditoriya to'plab, mashhur insonga aylanib, shu bilan birga daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Kasb media bunda sizga yordam beradi. Alisher aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Kasb studiyamizga bizning kichkinagina, lekin o'zimizga juda ham yoqadigan studiya bu. Siz o'zim makonimni ko'rib turganimdan xursandman. Taklifga yo'lmasdan kelganingizga, roza bo'lishiga qaramasdan kattagon rahmat. Bugungi nima mavzularni ko'rib chiqamiz? Menga qiziq bo'lgan mavzu bor. 2025-yilda umuman biznesmenga, biznes olamiga shaxsiy brend qanchalik muhim va umuman biznes olamidagi xatolar, siz ko'rayotgan hozir umuman biznesmenlar qilayotgan xatolar va albatta hozir hamma yoqda har xil gap aylanib yurgan bir Xitoy mavzusi bor. Nima bo'lyapti o'zi? Siz qanaqa ko'ryapsiz o'zi? Odamlarga tushuntirib bermasak, menimcha insonlarni ko'raman, juda noto'g'ri gaplar gapirib chiqishayotganini va kalta egallarni ham ko'rdim. Biz ham ko'ryapmiz. Juda ham zo'r. Xursand Birinchi savolim shundan iboratki, menga umuman nafaqat menga, auditoriyaga ham qiziq bu narsa. O'zingizni shaxsiy brendingiz qanaqa qurilgan? Bu aniq strategiyamidi yo bir tabiiy ravishda bozor konkurensiyasiz oqimda bo'lib ketdimi o'zi bu narsa? Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Juda xursandman. Siz haqingizda zo'r, yaxshi gaplar eshitganmiz faqat. Katta rahmat. Endi o'zimga keladigan bo'lsam, boshda bozorga kirishim tabiiy bo'lgan, ya'ni unaqa ongli ravishda qanaqadir strategiya bo'lmagan. Ya'ni men o'ylayman, niyat to'g'ri bo'lgan. Maqsad biznes qilish ham bo'lmagan. Birinchi shu ilm ulashi, chunki og'riq bor. O'zbek tadbirkorlarimizga baribir ilm kerak tadbirkorlarga. Va men boshda o'yladim, men ilm bersam bo'ladi deb o'yladim, lekin keyin ilm berayotgan jarayonni bitta narsa tushundimki, ilm kerakligini oldin tushuntirish kerak. Ya'ni minus bir qadam orqaga tashlash kerak. Oldin to'xta, ilm kerak edi, tushuntirib, keyin ikkinchisi ilm berishga o'tish kerak ekan. Va shu ilm berish bilan boshlaganman. Top Manager degan ko'rsatuvimiz bo'lgan, Factor qasdi platformasida. Uni orqasida qanaqadir trening o'tish niyat bo'lmagan. Qanaqadir yo'q, xolis bir niyat bo'lgan, chiroyli niyat bo'lganki, kesh o'tdi, ilm ulashinglar, qanaqadir foydam tegsa xursand bo'laman degan narsadan boshlangan. Lekin keyin bilmaymanki, agar men trening bozoriga kirmoqchi bo'lganimda edi, aynan shu qadamdan boshlashim kerak edi. Agar ongli ravishda strategiya qilganimda edi degan narsaga kelindi. Ya'ni u yerda na shaxsiy brend, na boshqa niyat bo'lmagan. Faqatgina shu ulashiydigan niyatdan boshlangan. Keyin bu narsa bir 6-7 oydan keyin qarasam talab bor. Shu trening qilish kerak deb keyin bu narsaga o'tib ketilganda, aslida boshda bozorga kirish, ya'ni shaxsiy bizi sohada shaxsiy brend qilmasa bo'lmaydigan soha. Shunaqa. Ya'ni men o'zimizni xonandalar bilan solishtiraman. Biz Mustavada chiqib tursak, bizni to'yga chaqirishadi. Mustavdan chiqib ketib qolsa, to'yga hech kim chaqirmaydi, hech kim eslamaydi. Odam xotirasi juda qisqa va efirda bo'lmay tursa, menimcha bir necha oyda odam просто unutiladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Nima uchun hozir meni ko'zimda shunaqami yoki shaxsiyatingiz ochilmagan? O'zi shaxsiy brend bu eng avvalo shaxsiyat bu, shaxsiyat ochilishi. Lekin men bir podkastingizni ko'rdim. Men motivator emasman, men raqamlar bilan gaplashaman deyapsiz. Shunaqa. Ya'ni hozirgi qurilayotgan shaxsiy brend deganda hozir odamlar Instagramda profilni ko'radi. O'zi aslida shaxsiy brend umuman boshqa narsa. Shaxsiy brend odamlar siz haqingizda qanaqa o'ylashi. Umuman siz haqingizda kim qanaqa fikrda. Xuddi shunaqa va o'zingiz hozir odamlarga qanaqa tanilish xohlaysiz,
qiziq savol menga, o'zimga qiziq. Ya'ni odamlar sizni kimni bilishni xohlaysiz hozirgi kunda? Bu juda qiziq savol aslida. Juda ko'p mana bilan ishlaydigan marketing xodimlari mana bilan qiynaladi, chunki ichimga kirishga harakat qiladi-da, men ja uni ochilish xohlamayman-da, qaysidir ma'noda, balkim bu ma'lum muammoyimdir, lekin ana shaxsiyatlarga o'tib ketishadi, mana misol uchun oilaga o'tib ketishadi, demaydi, to'xta, bu tomonga tegmagin deyman ko'pincha, balkim shu tomondan ochilmagandirman deb o'ylayman. Balkim kerakdir, bilmayman. Bir xillarda ozgina aniqam bor. Miyadagi cheklovlar bor. Hormaylar, talabasiz, ishsiz, xullas biror zamonaviy kasbni o'rganmoqchisiz. Lekin sizda ikkita savol bor. Qaysi kasbni o'rgansam ko'proq daromad qilaman? Bu kasbni qayerda o'rganishim kerak? Ikkita savolga ham javobni Kasb markazi beradi. Zamonaviy kasbni Kasb markazida o'rganing. Kelishdikmi? Bu o'z aytganingizdek bolalikdagi travmalar emasmikin? Yo'q, bolalik travma deb o'ylamayman. Aynan shu bolalik travmalarim ko'p. Hamma inson kabi. Lekin bilmayman, qanaqadir menimcha bu lichniy zona deb biladigan joylar bor deb o'ylayman o'zim uchun. Lekin kim bo'lib tanilishni xohlardim? Men o'zimni endi tajribamdan kelib chiqqan holda ko'proq shu korxonalar boshqarganman va ko'proq mutaxassis sifatida ishlaganman, ko'proq savdo yo'nalishida ishlaganman. O'zimni har doim shu ikkita yo'nalishda tanilishni xohlar edim degan tushuncha bor. Ya'ni korxona boshqarish va savdo bo'yicha mutaxassis degan o'zimni pozitsioner qilishga harakat qilaman. Endi qanchalik yetkaza olaman, endi sizlar baho berasizlar. Qiziq joyi menga hozir ikkita profil yurg'izasiz hozir. O'zbekiston profili bor, ya'ni o'zbek auditoriyasi uchun va Qozog'iston kirib keldingiz hozir. Qozog'iston bozoriga shaxtam kirib kelyapsiz menimcha, ko'rishim bo'yicha, lekin ikkala bozor uchun ikki xil kontent qo'yasiz. Mani nazarimda qaysidir ma'noda o'zbek auditoriyasi uchun qilinayotgan kontentlar tashab qo'yilgandek. Ya'ni bozor qiziqmaslik va medias shunchaki o'tirib podkastlardan o'tdan kanalga kesib qo'yib lekin Qozog'istondagi yangi profillarga kirib ko'rsanglar, bizni ko'rishimiz kerak bo'lgan kontentlar, ya'ni o'zbek bozoridan ko'rish xohlaymiz unaqa kontentlarni. Nima uchun? Yo'q, o'zbek bozori uchun ham bu narsa qilingan aslida. Va orada uzilish bo'lib qoldi. 2 oy, 3 oy uzilish bo'ldi. Nimaga? Endi baribir перегорание degan narsa bor. Ya'ni baribir men introvert odamman. Ekstravertlar joni bilan shu auditoriyaga chiqib o'zini ko'rsatsa mazza qiladi. Men uchun bu ish deb qabul qilaman. Ekstravertlik bu ishim bu. Aslida chetdan misol uchun ko'plar mana даже Qozog'istonga ham chiqqanimda ko'p podkastlar qildi, boshqalar qilyapti ham. Introvertligimni eshitib ishonmadi boshida. Bolalar o'zimizdan jamoa, yo'q, bo'lishi mumkin emas dedi. Bu menga qara, men juda qattiq charchayman dedim. Mana bu podkastdan keyin ommaga chiqqanda men energiyam ketadi, normalniy ketadi. O'shanga bu 2 oy, 3 oylik bir kichkina tanaffus bo'ldi o'zimiz uchun, o'zbek bozori uchun. Lekin mana kecha o'tirib yaxshigina yana o'zbek auditoriya uchun boshladik yana, xudo xolasa bosamiz bu yog'ini. Vaqt-vaqtim bilan menda o'zimda sezaman, ozgina anaqa bir energiya yig'ishim kerak bo'lgan vaziyatlar bo'lib turadi. O'sha yerda qaysidir ma'noda mana перегорание deymizmi, mana shunaqa narsalarga duch kelaman introvert o'laroq. Ya'ni bu ishim yaxshi ko'rmaslikdan emas, boshqa narsadan emas. Men endi o'zimni tahlil qilib ko'rganimda men baribir bilaman, mana shu men introvert bo'lsam, misol uchun 100 kilometrga 5 litr ishlatsam, ekstravertlik qila olmayman, faqat 40 litr ketadi-da bu yerda. Zapravka qilib turish kerak. O'zi umuman hozir Milliard klubi asoschisiz. Qo'lingizda bilmadim bir nechta 100 insonlar bor bu klubda va qo'limda emas, atrofimizda deylik. Atrofingizda klubda umuman hozir menimcha ular ham ikkita armiyaga bo'linib qolgandek nazarimizda. Kimdirlar o'ta yopiq, bilmadim nima uchun ochila olmayapti. Kimdirlar esa qilishim kerak degan narsani, ya'ni shaxsiy brend qurishim kerak. Bugunmi, ertami, lekin qurishim kerak-da birga. Qancha vaqtlik boshlasam, bozorga qancha vaqtlik kirib olsam, shuncha yaxshi. Umuman ikkita armiyani farqi qiziq. Hozir Milliard klubi qanchalik o'zingizni nazaringizda shaxsiy brend qurayotgan biznesmen bilan shaxsiy brend qurmagan biznesmendan qanchalik farq bor hozir? Endi hamma ham baribir odam o'zining tabiatidan kelib chiqadi. Men fikrim shaxsiy brend bo'lishi shart bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hamma bizneslarga ham emas-da bu. Ya'ni qaysidir bizneslarga bu muhim. Qaysidir bizneslarga, misol uchun biz McDonald's orqasida kim turganini bilmaymiz-da. Ya'ni shaxsiy brend bo'lsa yaxshimi? Ancha ish yengillashadi. Ko'p eshiklar ochiladi, aniq.
va qaysidir sohalarda bu majburiy. Mana misol uchun bizning sohada majburiy shaxsiy brendga ega bo'lish. Kimdir misol uchun ularni pista ishlab chiqarsa o'tdi, balkim majbur bo'lmasligi mumkin. O'shanga hammaga kerak deb aytmayman. Va bu ikkinchi omil, bu odamning tabiati. Bizda klubimizda aynan juda yopiq insonlar bo'lgan, hozir shunaqa ochilib ketgan, o'zi usholmay qolyapmiz-da. To'xta deb qilib nima qilib, ya'ni o'tga borib notiqlikni o'rganishyapti va Najot Nurda juda hurmat qilamiz bu insonni. Misol uchun yana qayerdadir ochilishyapti-da. Keyin qarasak Instagramda juda faol bo'lib ketyapti va hokazo. Bu zo'r aslida. Nur ustiga alo nur. Lekin hamma bu narsaga shaxsiy brendga ega bo'lish kerakmi? Bilmadim. Menda shubhalarim bor. Biz hattoki anaqani o'rgata olmaymiz tadbirkorlarga. Men og'rig'im profiliga rasm qo'yishni o'rgata olmaymiz. Nimadir yozyapsan. Misol uchun shu klubda ham 400 dan ziyod inson bor-da. Mana qaraydi-da. Misol uchun yangi odam bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin-da. Tanimasa, hech bo'lmasa 2-3 ta yozgandan keyin 1-2 marta profiliga qaraydi. Keyin ko'rishganda, "Sanmi?" deb salomlashib gaplashadi, suni aytibdi. Shu narsani ham qila olmaydi. Bo'lmasam, pastdan eslatib turamiz. "Ey, profilga hech bo'lmasam suratinglarni qo'yinglar" deganda ham o'zbek tadbirkorlar ancha yopiq. Mana biz hozir Qozog'iston bilan solishtiraman. Qozog'istonda normalniy ochiq tadbirkorlar, qanchadir erkinroq. Bizda bilmadim bir qanaqadir mentalitetmikin bu de ancha yopiqmiz. O'zi 2025-yilda umuman bundan bu yog'iga hozir shubhalarim bor edi. Umuman shaxsiy brend qanchalik qurish majburiy, sohaga bog'liq. Masalan, mana hozir misol uchun biznes trening, infobiznes sohasida bu majburiy. Qaysidir sanoat ishlab chiqarish mahsulotida metall ishlab chiqarish, balkim bilmadim, qanot brendi bor, ya'ni mahsulotda o'zining brendi bor. Mahsulotda shaxsiy brend bo'lsa yaxshimi? Yaxshi, majburiy emas. Majburiy emas. Va menimcha bilmayman, baribir endi mana qilaylik, shaxsiy brend bo'lsa yaxshimi? Hamma joyda yaxshi deb o'ylayman, lekin hamma joyda majburiy emas. Desak, mana shunaqa deb to'g'ri. Konkurensiya bor joyda menimcha salgina bir bosh balon chiqib qolishi ham mana qilaylik, raqamlarga asoslanaylik-da. Biz endi boshqaruvni raqamda qilishni yaxshi ko'ramiz. Mijozi narxi bor har bir klient, har bir biznesda. Misol uchun CAC degan ko'rsatish bor, Customer Acquisition Cost deydi. Ya'ni bitta mijozni jalb qilish narxi falon pul turadi. Misol uchun menda O'zbekistonda bitta mijozni jalb qilish taxminan $140 tushadi. Yangi mijoz olib kelish. Qozog'istonda hozir endi raqam aytishga ham qo'rqaman-da. O'zi misol uchun men hozir normalniy-da bir hozir xomshot aytaman, bir $500 dan ko'pga tushgan bitta mijoz hozirda. Nimaga? Chunki O'zbekistonda menda shaxsiy brendim bor $140, Qozog'istonda $500+ tushyapti, chunki meni hali hech kim tanimaydi. Ya'ni shaxsiy brendingiz bo'lsa, osonroq keladi odam tabiiy. Lekin ya'ni siz mijozni arzonroq olmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy brendingizni rivojlantiring. Lekin arzon olish majburiy emas, pul to'lab olishingiz mumkin qo'shimcha, hech muammosi yo'q. Zo'r. Umuman hozir xatolar to'g'risida gaplashaylik. O'zingizni profilingizni qurishda, o'zingiz nomingizni qurishda eng katta qilgan xatoingiz bormi? O'zim doq chetdan qarab turgan odamga ideal odamdek ko'rinasiz. Yo'q. Xatolarimiz juda ko'p. O'zi asli mana shu marketing bizada O'zbekistonda unaqa zo'r rivojlangan deb aytmayman. Mana endi oyoqqa turyapmiz. Bir hazil ham bor, marketologlar jinlarga o'xshaydi. Hamma eshitgan, hech kim ko'rmagan deymiz. O'shanga to'g'risi bizada mana savdo bo'limimizni stabil, deyarli tekuchka yo'q bo'lib ishlab kelamiz shuncha yildan beri. Marketing bo'limini juda ko'p almashtiramiz. Chunki menga mos tushadigan qanaqadir narsa qilishimiz qiyin, chunki ko'p xato qilamiz aslida. Endi eng katta xatolardan nima? Eng katta xatolar balkim boshida bo'lgan, ayniqsa pozitsioniraniyada, misol uchun men xohlayman meni ma'lum bir inson deb tanilishimi. Lekin ko'p boshda xatolar bo'lgan, misol uchun bizning marketing komandamiz endi savol-javob formatida qanaqadir kichkina reels qilsak, har xil savollar berishar, hammasiga javob beradi. Misol uchun necha yosh bo'lganda uylanish kerak erkak kishi, mana shunaqa savollarga javob berardi. U paytda bo'pti deb ko'ngil keng qilib javob berardi. Hozir tushunaman, men nima kerakman? Men bu soha bo'yicha mutaxassis emasman-ku. Ya'ni men baribir hozir o'zimni mana shu marketolog deb, o'sha shaxsiy brend, shu jumladan brend egasi deb, baribir har doim biznes egasi bo'lish kerak deb bilaman. Marketolog vazifasi o'sha brendni biznes egasidan falsafasini olib, to'g'ri chiroyli qilib auditoriyaga yetkazib berish xolos.
lekin bizni marketologimiz mana hozir studiyada marketologimiz bor, bir kes keltirganman, mana keladi, mana qilish kerak, mana qilish kerak deydi. Men aytaman, misol uchun men tasavvur qiling, men himoyachiman futbolda. Mani marketologim kelyapti-da, aytyapti, yo'q deyapti. Meni Messida hujumchi bo'lsa, ko'proq auditoriya bo'ladi deyapti-da. Meni o'zgartirish bilan shug'ullanish harakat qilganda boshda. Men aytaman, meni o'zgartirma, sen meni ichimni olib chiqqan auditoriyamga. Meni tabiatimni o'zgartirib, ko'proq prosmotr qilmoqchi bo'lishadi bir xillarda. Mana shu narsa eng katta xatolardan. Ko'p men ham boshda shu xato qilganman. Xo'p deb ko'nib shu narsa qilib xato qilganmiz, lekin hozir meni vazifam ushlab turish. Qo'yman deb orqaga qaytaraman, zashitaga qaytaraman. Meni vazifam varatani oldida turishdi, misol uchun. Lekin meni hujumchi qilma. Meni tabiatimga to'g'ri kelmaydi birinchidan. Meni mutaxassisligim emas. Hozir Abduqodir Husanovni Messiga tenglashtirish bilan bir xil, uni Bekkenbauer bilan nima qilish kerak-da. Misol uchun O'zbekkenbauer nima qilishdi hozir. Ya'ni shu katta xatolardan ichingizda yo'q narsani ko'rsatish deb o'ylayman. Bu kim qiladi? Birinchidan marketologlarga tez nima kerak? Natija kerak. Bularga farqi yo'q. Ertaga misol uchun sizni endi baribir endi bir kunlik bo'lmasa ham 1 yil yo'qlaydi siz. Siz 100 yil oldinga strategiya qurishingiz kerak. Obuna bo'ling, profilimda bundan-da qiziq videolar bor. Noz bo'ldimi? Tugadimi aka? Tugadi, aka, bo'ldi. Hisob kitob qilsa. Yetasizmi ish bo'lganmi? $370 bo'ldi, aka, sizda. 370 so'm. Bitta reels olib shekilli. Men bilan qaraylik. Birgina reels olish uchun 6 kallasida rasxod. Kasb studiyada bu narsa yo'q. Boshinglarni ortib yurmaysizlar. Birdaniga hamma narsalarni o'zimiz hal qilib berasiz. Shunchaki kelasiz, o'tirasiz, olasiz va hammasini yuqori sifatda olib ketasiz. Mana sizga nomer, aloqaga chiqing, to'liq ma'lumot beramiz. Qiziq, juda ham qiziq. Umuman sizni men o'ylashimcha to'g'ri ocha olishmayapti. Shunaqa. Ochish bor. Ochib ko'ring. Ochish bor va o'zgartirish bor. Menimcha atrofingizda insonlar o'zgartirish bilan ovora. Shunaqa. To'g'ri ochilgan shaxsiy brendlarni ko'rganman. Juda ham zo'r quriladi ular. Va hozirgi holatdagi masalan mana Qozog'istonda qilinayotgan shaxsiy brendingizdan ko'rib chiqdim. Meni nazmimda juda tor doiraga qilingan kontentlar. Shunaqa. Ya'ni shu Husan aka eshitishlariga siz Husan aka uchun kontent qilasizda. Aslida Husan aka atrofida ham sizni tushunmoqchi bo'layotgan insonlar juda ham ko'p. Tushunish xohlagan insonlar. Husan aka ular bilan birga o'zi keladi shundoq ham o'zi. Hammaga qilinsa kontent o'zi. Menimcha ana kontentni strategiyasini to'g'ri qilib olish kerak ekan. Menda aslida Qozog'istonda ham aytishyapti. Misol uchun oilam ichiga kirib ketyapti-da. Men aytaman, men to'xtatyapman. Men to'xtatyapman-da. Men davay, ana ayolingni yoritaylik, yo farzandingni yoritaylik. Men aytaman, to'xta. Men tabu. Men uchun tabu-da. Bo'ldi, yopdi deyman. O'shanga anaqa, balkim shu ko'p yoparomanmi bilmayman. Yo'q, prinsip to'g'ri yo'q, chunki bizning mijozda ham bironta mijozman oilasiga kirmaganman. Qiziq emas menga va ularga gapirishga ham uyalamanman-da. Yo'q, atrofda juda qiziq. Masalan, menga inson sifatida yopiq insonsiz, ya'ni mana shuncha yo'l o'tib kelgansiz, tajriba, balkim qayerda ulashgandirsiz, lekin men sizni yangi auditoriya sifatida men bilmayman bu narsani. To'g'ri. Chunki tajriba bu har doim ochiqlanish kerak va ana yangilarni bolalar, chunki auditoriya har kun kirib keladi-da. Va ishoning, hech kim 20 da kontent pastga tushmaydi. Ya 100%. Nima deganiga tushmaydi hech kim. YouTube yaxshi bu narsaga. YouTube 5 yil, 10 yillab yashayveradi kontent. Chiqib ko'radi. Mana mavzu ko'tarilsa, mavzu aktual bo'lsa bo'ldi. Tajribangiz ochilishi kerak. Shunaqa. Nima qilgansiz, qanaqa qotdi umuman. Bizda sizdan o'rgangan narsalar juda ko'p-da. Chunki men aslan menga yolg'on gapirishga qo'ymaydi. Hozir har bitta YouTube darsingizni ko'ramiz. Alloh rozi bo'lsin. Ustozni bilamiz. Chunki juda tekinga ham juda ko'p narsa ulashasiz-da. Ulash o'rganganingizdan keyin baribir o'sha balki marketing xoddir bu. Tekinga shuncha narsa olayotgan bo'lsa, portlab ketsa kerak. Borsak deymiz endi o'zimizga o'zimiz. O'zimizdan xuddi shunaqa yo'nalishimizda ham tekinga juda ko'p narsa beramiz. Dasturdan juda ko'p narsa beramiz. Xuddi shunaqa narsa, ya'ni tajriba ochilishi kerak. Umuman hozir Alisher Isayevdan shaxsiy brendlarni olib qolsalar, biznesingiz qanchalik tirik qoladi? Bu muammo. Bu aslida eng katta bu jamoamiz ham shu yerda. Jamoam bilan ishlaydigan narsamiz shu. Nima qilsamki menga bog'liq bo'lmaydi. Endi menda spetsifika shunaqada. Mana misol uchun Yalla gruppasidan Farruh Zakirov olib qo'ysa nima bo'ladi degan savolda. Bu biznesni qopqoni deylik. Lekin shunda ham hozir xalqaro tajribalarni o'rganishga harakat qilyapmiz. Nima qilib, misol uchun mana klub menga bog'liq. Men deb kelyapti aksariyat insonlar.
harakat qilaman, ora-orada nimadir o'tkazib qo'yishga harakat qilaman. Ilgari umuman bitta ham tadbir o'tkazmasdim. Hozir men siz qilinglar deb sekin-sekin ajratishga harakat qilaman, lekin sразу резкий движение qilishga qo'rqaman. Va nimadir ajratamiz, ko'ramiz. Qanday nima bo'ldi? Bizda dashbordlar bor, ko'p raqamlar bilan ishlaymiz. Misol uchun men bilan bo'lganda nechta odam keldi, men siz bo'lganda nechta odam keldi, o'lchaymiz. Nimaga unaqa, nimaga bunaqa doim tahlil qilamiz. Eng og'riqli joyim shu aslida. Nima qilsamki, mansiz bu narsa amalga oshadi. Bu birinchisi. Bu klub misolida, trening misolida hozir avatar qilinyapti. Avatarlarning ustida ishlayapmiz. Hozir mana Qozog'istonda o'tdagi marketing ancha o'tib ketgan o'sha yerda ko'rdim. Ya'ni hozir bir 6 ta sun'iy avatarimni yaratdim Qozog'istonda. Uje mansiz mana hozir ham Toshkentdaman, qanaqadir video chiqarish kerak. Audio gapirib ber deyapti. O'sha avataringga qo'yib beraman deyapti. Audioni tekstini yozib beryapti, audio o'qib beryapman, tashib beryapman. U yerda uje meni videom bo'lib chiqadi, chunki avatarlarim bor, faqat ovozim kerak. U ovozimni ham aslida o'xshata oladi, nima qiladigan bo'lsa. Lekin ya'ni uje texnologiyalar shu narsaga olib kelyapti. Xudo xolasa bir 3-4-5 yildan keyin men kerak bo'lmayman. Men qayerdadir Maldivda qorni silab yolsam, misol uchun men avatarim men uchun ishlaydigan qilamiz, hamma bilmayman. Ko'ramiz. Ya'ni ko'p imkoniyatlar ochilyapti hozir. Texnologiya rivojlanishi bilan foydalanishga harakat qilyapmiz. Nimadir hozir ideal, nimadir ideal emas, lekin aytgan gapingizni ustida ishlayapmiz. Nima qilib meni o'zimni shaxsiyatimni biznesdan ajratishimiz mumkin degan narsa. Ya'ni men o'zim Alisher Isayev ketib qolmaydi, lekin Alisher Isayev avatari qoladi degan hozircha tushuncha bor. Menimcha to'g'ri bo'lsa kerak, vaqt ko'rsatadi. Odamlar ko'z o'ngida borsiz, lekin o'zingiz o'zim sizdan gaplashib o'tiraman. Avatarimiz ishlaydi bepulga. O'zi menda ko'rinayotgan juda katta, buni bilmadim, xato deb nomlaymizmi yoki qilinmayotgan ish deb nomlaymizmi? Auditoriya bilan kommunikatsiya yo'q sizda, ayniqsa. Ya'ni qo'yilish kerak. SM proyektga o'xshaydi. 12 ta post bir oyda chiqdi. Natija bormi? So'ramayman natijani, просто post bor bo'ldi. Yaxshi feedback. Shunchaki storiesga chiqqaningizda ham xuddi siz emas, siz uchun kimdir olayotganga o'xshaydi. Ya'ni storiesda ham masalan biz nima xohlaymiz? Qayerga bordingiz o'zi? Nimaga bordingiz bu yoqqa? Nimaga buni ko'rsatyapsiz hozir? Ya'ni ana storiesda shunchaki kadrda, ya'ni hech qanaqa ma'lumot yo'q. Hech qanaqa feedback ham yo'q. Balkim shu boya aytganingizdek bu introvertlidir. Shunaqa. Balkim siz ochiqlash xohlamaysiz shaxsiy hayotingizni. Shunaqa. Chunki вроде potokingiz boshlanib ketdi, lekin siz Amerikada yuribsiz, Turkiyaga ketib olgan bo'lasiz. Mana shunaqa narsa. Lekin shunaqa. Biz sizga yaqinroq bo'lishni xohlaymiz, lekin ana xuddi mana qilib turgan odamga o'xshaysiz-da. U mana o'sha introvertligim, mana kecha o'tgan kuni ham bir anaqamiz mobilografimiz keldi. Ana qaysi tadbirda syomka qilyapti. U bu narsa duoring deyapti. Nima deyman? Meni gapirtirmagin deyman. U men dum bo'lib tushib olganda aylantirib yurgan. Ana qiyin gapirish menga. Tomon ozgina energiyamni yeb qo'yadi. Men gapiraman, faqat ana benzin quyib olishim kerak-da, ozgina. Ora-orada 1-2 oy dam olib turishim kerak. Kerak joyga yaqinlashish kerak. Sal energiya qilsa keyin yana 40 litr bo'lsa ham bosamiz. Sport rejim. Zo'r. Umuman, mana shaxsiy brend o'z yo'liga bu bitta instrument deb olaylik hozirgi biznesda. Umuman bozorda, biznesda qilinayotgan hozirgi siz ko'rayotgan eng katta xatolar ketma-ketlikda, chunki biznesda xato bor. Bu yerdan Xitoy kirib kelib, yana hamma sarosimaga tushirib qo'ydi. Mana sichqonni uyi mintanga bo'lib ketib qoldi hozir. Xuddi tadbirkorlar komfort zonada o'tirishgan edi. Kimdir uyga kirib keldi, hamma tipirchilab qoldi, nima bo'ldi? Bu ana gapingiz menga juda yoqdi. Xuddi Taysonga, anaga ringga chiqqan balerinaga o'xshaymiz. Taysonni urmoqchimiz, lekin atrofda o'ynayveramiz atrofda. Shunaqa. Aslida Xitoy mavzusi hozir ko'p ko'tarilyapti, hayb bo'lib ketdi. Ilgari turklar kirgan 90-yillarda, hozir Xitoy kiryapti. Ertaga yana kimdir kiradi. Ya'ni 90-yillarda biz endi ochilgan paytimiz bo'lgan, ko'p chetdan kirishni boshlagan. Hamma xalqaro kompaniyalar kirgan, konvertatsiya yopilgandan keyin hamma chiqib ketdi. Va shu chiqib ketgandan boshlab to bugungacha biz aytganingizdek, ya'ni komfort zonaga tushib qoldik. Ya'ni 90-yillar boshida ham bugungi vaziyat bo'lgan. Tapir-tupir bo'lgan. Juda ko'p tashqi o'yinchilar kirgan, chet ellik juda ko'p bo'lgan. Hozir shunchaki yana ochilganimizga yana chet ellik kiryapti. Endi sal Xitoy ko'proq kiryaptimi? To'g'ri, sal Xitoy ko'proq kiryapti. Ta'sir qilishi mumkinmi? Tabiiy ta'sir qiladi. Lekin Xitoy ham bu ideal emas, tadbirkor sifatida. Men Xitoylarni juda unaqa aqlli deb bilmayman. Ular aqlli emas. Ular
nima deydi, trudolюбивый deydi-yu, mehnatkash, mehnatsevar insonlarda. Ya'ni bular juda disiplinasi мощный. Xitoyga borganlar bo'ladi, ertalab soat 5 ga chiqsangiz ham avtobusda to'liq hamma ishga ketayotgan bo'ladi-da. Ya'ni bular mehnat bilan, harakat bilan oladi, aql bilan oladi deb aytolmayman. Men nechta odam, nechta xitoylik bilan ishlaydiganlarni taniyman, o'zimiz xitoylik bilan qancha muloqot qilganmiz. Super aqlli emas. Bular lekin super mehnatkash. De bizda endi sal yalqovligimiz bor ayrim joylarda. Balkim shu narsa deb balkim kalta yeb qolarmiz. Bular ertalab ishga chiqadi. Mana bizda даже bir o'rtog'imiz Turkiyadan xodim oldida, "Namuncha sizlar ishga 9 da chiqasizlar" dedi. Biz уже 8 dan ishlayotgan bo'lamiz dedi. Ya'ni bemalol deb bizda hayot xosi go'zal. Lekin o'rgatib qo'yadi deb o'ylayman, hayot yaxshi o'qituvchi. No Xitoyga qarshi deganda, ayrim Xitoyga qarshi degan atama sal noto'g'ri bo'lsa kerak. Dunyodagi raqobatga qarshi desak to'g'riroq bo'ladi. Dunyodagi raqobatga qarshi kurashishni bilishimiz kerakmi? Bilishimiz kerak. Mana kichkina keset beraman. Mana xos bizda mana xudo xolasa keyingi dasturimizga yozildi dedingiz. Inshaalloh bizda birinchi kursimizda, birinchi darsimizda ozgina matematika qismi bor. Ozgina bitta ikkita matematika orqali biznesdagi o'sish nuqtalarini topishga o'rgatadigan joyimiz bor-da. O'zbekistonda o'zbek tadbirkorlar bilan taxminan shu mavzuga 1 soat, 1,5 soat vaqtim ketadi. Qozog'iston 2 minut vaqtim ketdi. Yo'q. Tushundu, dalshi deyapti-da. Orasida to'g'ri, orasida bir nechta mavzular ichida bitta mavzuda sal ko'proq ushlanib qoldi, bir 10 minut ushlab qoldi, lekin asli umumiy 1 soat o'tiradigan mavzuni 1 minutda o'tib ketadi, 1 minut, 2 minut. Chunki tushuntirib o'tirmaydi. Bizda mana ulush qanaqa qilib hisoblanadi, foiz qanaqa qilib hisoblanadi degangacha qolib ketamiz. Ya'ni bizda fundamental ilmimizni baribir boshqa chet davlatdagi tadbirkorlarga qaraganda endi biroz orqadamiz deb desak bo'ladi. O'sha yerda yetib olishimiz kerak. Bu degani hozir Xitoy kiradi, ertaga Turk kiradi, ertaga Rossiya kiradi, ertaga yana kimdir kiradi. Ilm olmasak qanaqa qilib raqobat qilmoqchimizni men bilmayman. Hozircha faqat nima bo'lib keldi? Marja bor edi, ma'lum bir marja. Faqat narxda raqobat qilib keldik, bilinmadi unchalik. Bo'ldi, nolga tushdi deyarli. Endi qayerga raqobat qiladi? Faqat minusga faqat kattalar raqobat qila oladi. Misol uchun o'sha Xitoy bo'lsa, Xitoy kattaroq pul, bir necha milliard shunda bozorga tashlab yuboradi. Bozorga kirish uchun men 1 yil, 2 yil minus ishlashga tayyorman deydi. Mana yaqinda bo'ldi shu gap. Katta bir delegatsiya Xitoy bilan kelgan, bir o'zimizdan milliarddagi tadbirkorlik beryapti. Asosan nima savollar beryapti? Katta tadbirkor qancha vaqt o'zbek tadbirkor minusga ishlashga tayyor degan savolga beryapti. Qo'rqinchli savol-da, Xitoylik. Qo'rqinchli savol-da bu. Ya'ni biladiki, kichik tadbirkor minusga 3 oy ishlar, 6 oy ishlar, 1 yilga chidamaydi. Padushka yo'q. Uni shuni hisoblayapti-da, to'xta, misol uchun qanchaga chidab beradi? 6 oyga chidab beradimi? Bo'ldi, men 2 yilga chidab beraman dedi. 2 yilga chidash uchun menga demak mashincha $10 million kerak dedi, misol uchun. Bo'ldi, men tayyormanmi dedi. Boshlaring bor dedi. Minusga ishlarini 10 million men ajratdim byudjet dedi. Qani kim ko'proq chidab berishga dedi. Bu chidab berish, ya'ni narx bilan kurashish faqat katta bolalar qila oladigan narsa. Kichkina bolalar qila olmaydi bu. Bu strategiya faqat katta bolalar strategiyasi. Bu degani biz ilm orqali yutishimiz kerak. Bu ilm orqali yutish uchun ozgina endi ilm olishimiz kerak. Yo'q, mana xuddi shu savol sizda o'qimoqchiman edim. Tanishlar atrofda ko'tarilgan mavzu, choyxonada ko'tarilgan mavzu bo'ladi. O'sha o'qish bo'lsa nima qilasan edi? Nima beradi? O'zim o'rgatib qo'yaman. O'zim o'rgatib qo'yaman. Nima ham o'rgatardilar? Shunaqa. Mana shu gapda o'zi umuman bu siz ham og'riqingiz bo'lsa kerak. Ya'ni siz kelayotgan tadbirkorlarni bilamiz. Nimaga unaqa o'zi bozor hamma xuddi o'zi biladigandek, lekin bitta kolesoni ichidagi sichqonga o'xshaymiz. Bitta joyda turaveramiz aylanib. Shunaqa. Endi bilmadim, endi taxmin qilishimiz mumkin albatta. Ya'ni ko'p universitetlarda mana endi o'zimiz ham o'qigan universitetimiz bor. Unaqa hozircha zo'r ilm beradi deb maqtana olmaymiz hozircha. Chunki bu meni fikrim emas, QS ranking degan reyting bor. Universitetdan reytingi bor. Qaysi O'zbekiston universitetlari misol uchun top 100 talarga kirgan, aytaylik-da, tushunasizlar. Ya'ni bu obyektiv ko'rsatishlar. Endi bu obyektiv ko'rsatish bo'lgandan keyin bu diplomni diskreditatsiyaga olib keladi, diskreditatsiyasiga. Ya'ni diplomni obro'sini tushishga olib keladi. Va bu shakllanib kelishi, men o'ylayman, shundan kelib chiqqan. Ya'ni o'qiganimdan nima bo'ldi deydi. Har qayerda o'tdi o'qigandan keyin kim bo'lishi mumkin? Endi o'qisham yo'q deb mana qarasa, de chuqurlashib. Ya'ni balkim bu u insonlarni nima deydi? U insonlar ham nimadandir kelib chiqqan holda shunaqa fikr bildiradi.
ya'ni shu tarixiy shakllanib kelgan vaziyatdan kelib chiqqan holda deymiz endi chiroyliroq aytish uchun. Zo'r. Umuman o'zingizni hozirgi mana holatingiz Instagramda o'tda borsiz, o'tda bor targetda ko'p chiqib kelasiz masalan. O'zingiz atrofingizdagi insonlar qanchalik sizga fikr bildirishadi bu to'g'risida masalan. Nima qilyapsan, nimaga bunaqa qilyapsan, nima keragi bor senga? Ya'ni xuddi kimdir kirmoqchi bo'lsa, orqaga tortgan odamlar ko'p bo'ladi-ku. Bitta san qoladigan chiqmagan o'zi Instagramga degandek. Atrofingizdagi insonlar qanaqa fikrda o'zi umuman? Yo'q, aynan orqaga tortgan bo'lmagan. Bitta ham keys eslolmayman, chiqmadigan. Balkim noto'g'ri chiqib qolsin degan fikr bildiradiganlar ko'p bo'ladi. Men minnatdorman. Har doim feedback ochamiz. Men sizdan ham feedbacklar eshitamiz, juda xursandman. Men har doim feedback uchun rahmat deyman. Bizning komanda ham qo'rqmasdan feedbacklar gapiradi. Biz ochamiz hamma narsaga. Faqat bu degani hamma gapga qo'shilaman, yo'q. Men o'zimning ham fikrim bor, albatta, lekin hamma gapni eshitishga tayyorman. Lekin kimdir kelib chiqma, nima qilasan chiqib degan bilmayman, unaqa gap eslolmayman. Yo'q, gap yo'q lekin. Umuman hozir biznesingizga shaxsiy brendingizni ko'rdik, qanchalik ta'sir o'zingiz aytasiz masalan. Qanchalik hozir sizni nazmingizda atrofdagilar umuman bu ham xuddi hozir ham Xitoy kirib kelgan tipirchlab qolgan biznesmenlarga o'xshab shaxsiy brendni xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni qilishim kerak. Chunki men o'zimni kuniga ishonasizmi yo'qmi 3 taga 4 ta переговорim bor shaxsiy brend bo'yicha. 50% milliard klubi a'zolar. Mashalloh. Ya'ni ular o'zligi tushunmayapti nima bo'ldi. Biz ham so'raymiz ekan maqsad nima o'zi? Maqsad shaxsiy. Qilishim kerak. Просто savdo zo'r, hamma narsa yaxshi. O'zi shaxsiy brend ikkita holatda quriladi o'zi. Qachonki bundan najot kutsangiz, qachonki erta yomon kunga tayyorlansangiz, ya'ni men erta raqobat chidab berishim kerak men. Bu aytganingizdek Xitoy kirib kelyapti, qachon shundan hozir men savdomni ko'tarib olishim kerak men. Meni bilmagan bozor juda katta deb. Shunaqa. Sizningcha o'zimman qanchalik to'g'ri qurilyapti bu narsa hozir? Milliard jamoasida ham, biznesmenlarda ham, siz endi baribir ham Instagramda o'tirgan odamsiz, ko'rasiz menimcha. Yo'q, bo'lgani yaxshi, Doman, bo'lgani yaxshi. Shaxsiy brend qilish kerak. Majburiymi yo'q, ya'ni sohaga bog'liq, lekin bo'lgani yaxshi. Bo'lgani yaxshi degani qaysi ma'noda? Mana misol uchun, menda shaxsan o'zimda ko'p loyihalarim shaxsiy brend orqali amalga oshgan. Ko'p eshiklar osonroq ochiladi. Qozog'istonga mana o'tgan oy bir yarim oy bo'ldi, kirishib boshladik. 1-fevraldan ishlashni boshladik. Ya'ni hech kim tanimaydi, lekin bordik, pul to'lab bo'lsa ham anaqa podkastga chiqdik. Katta pul. Ya'ni bu marketing xarajat bu ham. Mendan intervyu olgin deb pul berildik. Visionda Armanikida. Armanda, misol uchun palon pul berdik. U bizani olib chiqdi. Endi hozir birinchi gruppamizda birinchi potok o'qish ketyapti Qozog'istonda. Birinchi potokdan so'radim. Kim meni o'sha podkast orqali tanib kelganimda 100% qo'l ko'tardi. Tushunyapsiz? Ya'ni menga bu narsa kerak. Bo'ldi, akupayimiz bor. Akupayimiz bor. Va meni vazifam o'tdi. Hozir mana u Armandan keyin ikkita podkastga intervyu berdim. Uje u yog'i tekin. Chunki birinchisi pulda. Siz hech kim bilmagandan keyin birinchi pul berasiz, keyin u tanildi deydi, u taklif qiladi, bu taklif qilishni boshlaydi. U yog'i tekin. Men tushunaman, mana u yerda nomer 1 bloger bor, podkast bor. Ular ham mana iftorga ham bordik, Olmaotada taklif qildim. U ham o'sha Armanda intervyu bergandan keyin rozilik berdi iftorga kelishga. U ham o'rtadagi odamlar iltimos qildi. Ya'ni eshigimiz osonroq ochilish boshladi. Vaqt ajratib, 1 soat vaqt ajratib, bir iftor qildik. U ham aytibdi, mana shuncha bo'ladi. O'zi men infobiznesni qilmayman deyapti hech qachon podkast. Sen uchun qilib beraman, lekin stavkasi mana el qator, mana shunaqa deyapti. Bo'ldi, men o'ylab ko'raman deyapman. U ham qachondir bizga kerak bo'lar, balki. Cho'nchaga solib qo'ydim, rahmat. Ya'ni nimaga kerak? Chunki ko'p eshiklar ochiladi. Mana hozir bitta klubga kirishim kerak o'tga, o'tdagi eng mashhur klublardan asoschisi Forbes Qozog'istonning asoschisi. U ham mana tanishlar orqali kirdim mana hozirda. Mana hozir bugun nima yubordi, shot yubordi, pul to'lab qo'yganda kirish pulni bo'ldi, muammosi yo'q. Lekin o'tga kirish uchun ham kimdir orqali hal bo'lyapti, lekin o'sha birinchi podkastdan keyin ishim ancha yengillashdi. Tushunyapsiz? Уже odam ko'rish boshladi. Mana 40 mingtadan ko'p prosmotr bo'ldi. Ancha-muncha Qozog'istonda demak o'zi auditoriyamiz ko'rish boshladi. Agar bu bo'lmaganda edi degan savol. Olib qo'ydik, shaxsiy brend yo'q. Ya'ni men Qozog'istonga tanilmayapman, umuman nolman.
endi borib man mana shu klubga kirmoqchiman. Kimsan dedi. Tushunyapsizmi? Кто ты dedi. De og'irroqda bu narsa, qiyinroq o'tar edi. O'shanga shaxsiy brend nima qiladi? Yana mana ko'p eshiklarni ochishga yordam beradigan bir katta omil. Ishonch eng asosiysi, sizga bo'lgan ishonch. O'zimman biznesda eng muhimi o'zi siz ko'rayotgan narsangiz hozir ko'pchilik produktini o'zini shaxsiy brendi orqali olib chiqadi. Tezroq sotaman, ishonch bilan sotaman deb. Muhim narsa bu produktga ahamiyat bergan yaxshimi? Boya aytganingizdek, ili ko'proq hozir shaxsiy brend bilan tezroq tanilib, tezroq daromadga chiqib qolsa bo'ladimi? Yo'q, mahsulotingiz sifatsiz bo'lsa, chiqolmasangiz kerak. Bir marta olishadi, ikkinchi marta olmaydi. Gap tez tarqaladi yomonligi. Bizda o'zimizda ham har doim ham zo'r loyiha bo'lgan deb ayta olmayman. Bizda ham misol uchun produkt bo'yicha men zaif tomonim, men produkt yaratish bo'yicha men mutaxassis emasman. Men zo'r produkt olib kelinglar deyman, men sotib beraman deyman. Lekin mahsulot yaratish bo'yicha endi hamma narsada zo'r bo'la olmaydi-ku. Men hamma narsada zo'r bo'la olmayman. Men misol uchun to'g'ri o'zimni o'qishim bilan shug'ullanaman, lekin qanaqadir boshqa mahsulot bo'lsa, 3-korxonaning mahsuloti bo'lsa, men sifatiga ta'sir qiladigan mutaxassis emasman. Chunki u bilan 24 ga 7 shug'ullanish kerak. Mana men o'zimni produktim bilan 24 ga 7 shug'ullanaman. Men bu savol nimasiga sifatiga javob beraman. Lekin bo'ladi, qayerdadir men sheriyman. Sheriy sifatida men o'z mahsulotni zo'r qilib bera olmayman, chunki zo'r qilishni bilmayman. Bu menga sotishga yordam beradi, lekin ertaga mahsulot sifatsiz bo'lib qolsa, menga ta'sir qiladi bu ham. Meni reputatsiyamga ta'sir qiladi. Shunaqa mahsulotlar bo'lgan tajribamizda. Va o'shanga bolalarga har doim aytaman, zo'r bo'lsa, MPS 100% qilinglar, keyin olib kelinglar, men tavsiya qilaman. Bo'lmasa men tavsiya qilmayman. Meni o'rtaga qo'yib sotmanglar mahsulotni. Deb ham ayrim sohalarda, ayrim yangi ayniqsa mahsulotlarda meni o'rtaga qo'ymanglar hozircha deyman. O'shanga bu yerda mahsulot sifatli bo'lishi shart. Mahsulot men sifat ham qanaqa deb bilaman. Bu futbol bilan solishtirsangiz butsida. Siz shlopkada, slansida maydonga chiqsangiz, sizni sudya qo'yish kerak emas, maydonga. Ya'ni bozorga chiqa olmaysiz. Lekin butsi kiyganingizdan keyin, ya'ni siz maydonga chiqish huquqiga ega bo'ldingiz. Lekin siz zo'r bo'lib ketasiz degani emas bu. Ya'ni bu yerda o'sha shaxsiy brend qo'shiladi. Ya'ni siz zo'r butsi kiydingiz, Adidas, Nike qildingiz, zo'r, eng krutoysiz siz. Mahsulotingiz zo'r. Lekin hech kim tanimasa foydasi nima? Lekin siz juda mashhur insonsiz, taniqlisiz, lekin islansida maydonga tushdingiz, mahsulotingiz zo'r emas, bu ham yaxshi emas-da. Endi har doim balansli kombinatsiyada. Qozog'iston bozoriga juda katta ahamiyat berayotganingiz to'g'risida gapirasiz hozir. E'tibor kuchli. O'zi menga o'sha qiziqayotgan sabab nima o'zi sabab? O'zbekiston bozori to'ldimi? Nima uchun Qozog'iston bozori hozir qiziq bo'lib qoldi sizga? Endi maqsad, ambitsiya katta. Maqsad dunyo bozorida nomer 1 bo'lish. Dunyo bozorida nomer 1 bo'lish uchun ilgari til masalasi bor edi. Misol uchun Xitoyga yoki qaysidir boshqa davlatlarga til tufayli kira olmasligini bilardim, lekin hozir mana sun'iy intellektga kirib ancha-muncha narsa o'zgarib ketdi va hozir dunyoda nomer 1 bo'lish degan maqsad bor, xudo xolasa. Dunyoda nomer 1 bo'lish uchun texnologiya o'zi oydinlashyapti, nima qilishimizni tushunyapmiz. O'zimizning strategiyamiz bor, lekin baribir oxirigacha tayyor emas. Ya'ni Xitoyda misol uchun ikkita Xitoy tili bor-da, o'sha mandarin bor, kantoneziyskiy bor, hamma provinsiyasining o'zining dialekti bor. Men dialektlarga kirib gaplashib kirmoqchiman bozorga. O'sha sun'iy intellekt orqali, lekin hozircha sun'iy intellekt menga javob beryaptiki, dialektda gapira olmayman deyapti. Bo'pti, 1-2 yil kutamiz, o'rganib qoladi xudo xolasa. Misol uchun O'zbekistonga kimdir kiraman desa, har xil o'zbek, ya'ni har xil viloyatda har xil dialekti bor-da, o'zining anaqasi bor. O'shanga maqsad dunyoga chiqish. Xitoy bu shunchaki eksperimentalniy plashatka deymiz. Ya'ni algoritmimiz bor. Qanaqa 1 2 3 4 5 degan algoritmimizni o'zimiz mana darsda o'rgatadigan algoritmimiz o'zimiz shunday qilib ishlatyapmiz hozir. Alhamdulillah hozircha yaxshi ketyapti. Va Qozog'iston bozorida ham nomer 1 bo'lish maqsadimiz bor. Shu Qozog'istonda men algoritmni polni ishlatib nomer 1 bo'la olganimdan keyin o'zi dunyoga masshtab yo'rit qila olamiz unga. U paytgacha xudo xolasa. O'zbek bozorichi, O'zbek bozorida endi menimcha hozircha liderlardan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi sal anaqa kichkinalik qilyapti. Lekin u to'lgani uchun emas u. Torlik qilyapti. Ozgina yo'q, ambitsiya bu yerda. Bu yerda anaqa ham emas.
moliyaviy masala emas, boshqa emas. Bu yerda mana misol uchun bilmayman, mana dinimizda ham Al-Buxoriy hazratlari mana misol uchun dunyoda eng mashhur o'sha hadis orqali tanilgan, hadislar orqali tanilgan inson. Ya'ni biz yurtimizda qanaqadir buyuk insonlar chiqqan. Nimaga tarixda bo'lish kerak degan savol. Dunyoviy ilm bo'yicha ham qanaqadir O'zbekistondan kimdir chiqsin degan endi katta ambitsiya yo'q emas. Endi u yog'i Allohdan ko'ramiz. Xudo xolasa sababini qilaylik. Zo'r. Подписка rejimimiz bor, full kontakt degan. Bizga umuman jamoaga ham qiziq bu narsa. O'tda ishlar qalay ketyapti o'zi. Men hozir bundoq o'ylab qarasak, O'zbekiston bozori, full kontakt, Qozog'iston bozori qanaqa qilib ulguryapsiz o'zi bu narsaga? O'zi umuman kutganingizdek bo'lyaptimi bu yo'nalish? Yo'q, yaxshi. Aslida hozir full kontakt loyihamizda 600 dan ziyod to'lovli podpiskachi obunachimiz bor. Muntazam to'lab turganlar. Bu ham bitta loyiha. Bu loyiha nimani atrofida? Mana men ko'p o'z o'qishimizda ham aytaman. Kim mahsulot atrofida biznes qursa o'ladi. Mahsulot atrofida biznes qurish bor, mijoz atrofida biznes qurish bor. Bu ikkita har xil strategiya. Mahsulot atrofida nimaga biznes o'ladi deyman? Chunki konkurensiya oshib boradi, marja tushib ketadi. Ertaga nolga qarab intilasiz. Mana misol uchun o'zim misolimda men qanaqa ko'raman? Aytaylik, biz treningdan boshlaganmiz. Treningni tadbirkorga beramiz. Endi biznes egalari uchun o'tamiz. Endi trening bozor qachondir konkurensiya oshib, tim bo'ldi hozir sun'iy intellekt rivojlanyapti. O'zi amerikalik, hindistonlik, yevropalik, xitoylik trenerlar kirishni boshlaydi, o'zbek tilida gapirishni boshlaydi. O'zi yarim yil, 1 yillik masala deb o'ylayman bu narsani. O'zi marja tushib ketishni boshlaydi. Bu yerda o'zi pul bo'lmaydi. Lekin meni vazifam nima? Men aytaman, mahsulot atrofida qurmayman. Men mijoz atrofida quraman. Tadbirkorga nima kerak deyman? Tadbirkorga trening kerak, zo'r. Tadbirkorga klub kerak, tadbirkorga full kontakt kerak, tadbirkorga konsalting kerak, tadbirkorga xodim topib berish kerak, tadbirkorga nimadir. Biz bu narsani oshirib boraveramiz ekosistemamizda. Chunki ekosistemada ertaga 50 ta narsa bersam, 50 tadan 40 tasi nolga ishlashi mumkin, 5 tasi zararga ishlashi mumkin, lekin men 5 tasidan pul topishni boshlayman. Lekin o'sha 50 tadan faqat bittasi bilan shug'ullansam, katta ehtimol bilan qachondir minusga kirib ketaman. O'shanga full kontakt ham shu ekosistemani bir qismi. Alhamdulillah yaxshi. Boshda boshlaganimizda to'g'ri katta niyat bilan boshlaganmiz, lekin birinchi 10 ta obunachi kirganda shunaqa xursand bo'lganman. Yosh boladek xursand bo'lganman. Voh, mana ishladi. Keldi, 5 ta 10 ta odam qo'shildi deb. Boshda mana kuniga 10 tadan qo'shilardi o'rtachada. Har bitta 10 tasini hisoblab o'tirardi. Hozir xudo xolasa anaqa. Yaxshi. Alhamdulillah yaxshi ketyapti. Biz o'zimizdan o'zaro shunaqa podpiskalar aytganingizdek mijozni og'irligiga yechim topmoqchimiz hozir. Bizda hozir shunaqa tushuncha bor. Deylik, siz bir yarim yildan qilayotgan bo'lsangiz full kontaktni, kirgan odam, masalan, men bugun qo'shilsam, kamida bir o'tdagi materialni aslida o'zi bir 3 oyda ko'rib chiqishga ulgurmasligim kerak. Tepadan boshlasam agar, siz berayotgan ma'lumotlar darslik bo'ladimi, shunaqa jonli efirlar bo'ladimi, umuman o'tdagi materialni. Shunaqangi feedback eshitdim, bu ham feedback endi full kontaktga qo'shilgan bolalardan. 48 soat ichida full kontaktda bor materialni konspekt qilsa bolalar. Yo'q, qilsin, zo'r-ku. Unaqa bolalar sanoqli-ku. Yo'q, qilsin, men xursandman faqat. Xursandman. O'zi umuman sizni ko'rishingizda bu narsa, ya'ni mana hozir qanchadir vaqt tekinga qilib ko'r degan narsa bor-ku, masalan, full kontakt masalan. Bir hafta tekin bizda. Kirib 2 kun ichida ko'chirib chiqib, bemalol qilsa, xursandmiz. Ketish ehtimoli umuman o'zi udержание qanchalik o'tdi? Qarang, bizda oylik to'lovimiz 500 ming so'mda. Tadbirkor uchun bu bilmadim, ikkita obyektda, misol uchun. Ya'ni kimdir men bir haftada hammasini ko'chirib olib chiqib ketaman, bu mening mijozim emas. Bu katta ehtimol qanaqadir talaba bola bo'lgandir. Men xursandman, foydasi tegan bo'lsa, zo'r, 7 kun ichida hammasini ko'chirib oladi deyman. Men даже o'zimizdan tadbirkorlarga aytaman, xohlasanglar bir haftada imkoniyatingiz bor, tez eshitib olasizlar. Faqat uskoringni qilinglar, ko'proq eshitasizlar deyman-da. Va shu muammosi. Bu mening mijozim emas. Уволить klienti degan termin bor-da, hamma ham mening mijozim bo'la olmaydi. Mening mijozim ko'p mijozda bizada har qanday tadbirkor odamlar, "Keyin Alisher aka, men har oy to'lamaydi, 1 yil oldinga to'lab qo'yaylik" deganlar bor. 6 oy to'lab qo'yaylik. Ular ham tarif qilib berganmiz. O'sha 1 yillik tarifimiz bor, 6 oylik tarifimiz bor. Qancha chegirma bilan oladi? Ancha emas, endi chegirma bilan oladi. Misol uchun qanchadir kichkina nima qilib qo'yganmiz, imkoniyat yaratganmiz. Ya'ni misol uchun meni auditoriyam uchun bu og'ir summa emas. Oddiy inson uchun og'ir summa, lekin oddiy inson meni auditoriyam emas-da. U men tadbirkorlar bilan o'ylashadigan narsa. Misol uchun oyiga 500 ming so'm qisqangan odam men o'tda berayotgan ilmim kerak emas.
tushunyapsizda, o'tdagi ishlatadigan narsa u mana buni qilish kerak, buni qilish kerak bo'lsa, voy, mana buniki hozir borishim taksi shuncha pul bo'lar ekan degan auditoriya, afsuski meni auditoriyam emasda, endi hammaning o'zining auditoriyasi bor. Men ko'proq shu biznes egalari bilan ishlayman. Biznes egasi uchun bu pul qimmat emas. Men o'zim nechta joyga pul to'lab o'zim podpiska qilaman. Har oy deyarli kun ora kartochkaning puli yechiladi nimagadir-da. Mana bu xizmat bor, buni olaman, chunki men ishimga kerakmi, kerak foydalanamiz. O'shanga kimdir kelib bir haftada ben даже iltimos qilaman, bir hafta kelinglar-da, bemalol hammasi ko'chirib olib chiqib ketinglar. Va shu problemasi, xursand bo'lamiz. O'zi umuman full kontaktni kutuvingiz qanaqa edi o'zi, plan qanaqa qurilgan o'zi strategiya? Kutuv qanaqa? Kutuv men umumiy bozor olaman. Umumiy bozor meni nazarimda, mana misol uchun menda o'qib ketganlar 4000 dan ziyod tadbirkor o'qib ketgan. Butun bozor olsak, bilmadim, 15 ming o'qib ketgandir. Balja bo'lsa, mayli $100, 1 million so'mlik o'qishlarni ham qo'shsak, balkim 20 mingta odam umuman o'qigan. Ko'p emas-da bu, kichkina raqamda bu. 20 mingta odamdan nechtasi oyiga 500 mingdan to'lab full kontakt a'zosi bo'la oladi. Endi idealimda 2000 ta 10% ni ola olsam, agar men muntazam ravishda 500 ming har oy to'lab turishga tayyorman desa, hozirgi bugungi kunimda men uchun O'zbekiston bozori 2000 bilan to'lsa kerak deb o'ylayman. Bizda hozir 600 ga chiqdi. Har kuni sekin-sekin o'sib kelyapmiz, xudo xolasa. Endi bu degani menga O'zbekiston bozor sal kichkinaroq, ya'ni dunyo bozoriga chiqish niyatimiz bor. Уже mana hozir rus tilidagi auditoriya uchun sekin-sekin qaysidir etapdan boshlab uni ham shu narsani yo'lga qo'yishni boshlaymiz. Ertaga уже ingliz tiliga auditoriya bo'ladi. Ertaga sun'iy intellekt orqali уже butun dunyoga olib chiqa olamiz. Lekin butun dunyoga olib chiqish algoritmi bor-da. Aytganingizdek, shaxsiy brend men hozir faqat Qozog'istonda qo'yaman. Ertaga Xitoyga chiqadigan bo'lsam, Xitoyda shaxsiy brend qilishni boshlashim kerak. U yerda blogerlar bilan gaplashishim kerak. U yerda mendan intervyular olish kerak. U yerda hozir bu texnik sabablarga ko'ra sal 1-2 yil yog'iga demak rejalashib turibmiz. No, qachondir o'tgan inshaalloh borishga harakat qilamiz. Men ko'rishim bo'yicha Qozog'iston bozoriga kirdingiz, rus tilida kirib keldingiz. Rus tili degani bu faqat Qozog'iston bozori degani emas. SNG. SNG ga chiqib ketadi. Shunaqa. Da, baribir ham rus tilining bozori juda katta. Shunaqa. Chunki Instagramni siz yo'naltira olmaysiz, faqat Qozog'iston bozoriga ko'rsatgan ma'noda. Shunaqa. Lekin to'g'ri aytyapsiz va SNGni hozir markazi ikkita bo'lib qoldi deb bilaman. Bittasi hozir Dubay bo'lib qoldi. Urush tufayli ko'p infobiznesmenlar Dubayga o'tib ketdi va Olmaota ham menimcha geografik nuqtai nazardan juda qulay pozitsiya. SNG to'g'ri aytyapsiz. Boshlanish hozir Qozog'iston, lekin niyatimiz bor SNGga chiqish. Oxirgi podkastingizda ko'rdim, men oxirgisimda asoschilarda o'zingiz degan sizga kelayotgan biznesmenlar birinchi hozir qilayotgan ishim bu bolalikdagi travmalar bilan ishlayman. Psixolog o'xshab qoldingiz. Shunaqa. Bizda ham juda katta muammo bu. Aynan shaxsiy brend qurishda ham, umuman hozirgi biznesmenlarda boya aytganingizdek ochilib olish, umuman bozorga olib chiqish, odamlarning fikriga bog'lanib ketgan hamma. G'aybulla aka nima o'ylar ekan, magazinchi Farhod aka nima deyirkanlar deb. Shunaqa. Da, o'zi umuman qanaqa yechim qo'yasiz bu narsaga? Menga tajribasi qiziq. Umuman biznesmenlar bilan ishlayotganda men xuddi shunaqa biznes bilan ishlayapman, lekin buni men xohlagandek olib chiqa olishim juda qiyinlashib boryapti. Ayniqsa pul to'layotgan odam уже qo'ydi uradi menga. Olib chiqmaylik buni, olib chiqmaylik. Nimadan qo'rqasiz, o'zi ham biladi nimadan qo'rqayotganini. Yo'q, balkim qo'rquv asosiydir. Qarang, qo'rquv har doim yomon emas. Agar qo'rquvimiz bo'lmaganda balkim biz allaqachon mashina bosib ketgan bo'lardi. Chapga o'ngga qo'rqib qarab mashina o'tamiz-da, mashina yo'ldan o'tamiz. Ya'ni bu hammasi balansi bo'lishi kerak-da. Ya'ni biza ko'proq endi milliardga kirgan tadbirkorlar bilan ishlaymiz. Misol uchun mana hozir milliardga kirgan tadbirkorlar bir hafta chet elda umuman hamma narsadan uzilib o'qishga kirib ketamiz. Bir hafta o'qiymiz, o'qish plus dam qilamiz. Va o'sha yerda oxirgi menimcha balkim 6 oy, 1 yil ichida shu ozgina o'sha yoshlikdagi travmalarni ham mavzu qilib qo'shganmiz. Uni ham tushuntirishga harakat qilaman. Nimaga u yoki bu narsa sodir bo'ldi va deyarli har bir turimizda bitta yoki ikkita tadbirkorlarni o'sha detskiy travmasiga chuqurlashib yechishga harakat qilamiz. Razbor ko'rinishda men aytaman, kim tayyor deyman. Hamma tayyor bo'lmaydi. Qayerdadir bitta, qayerdadir ikkita tadbirkor bo'ldi bizda. Men tayyorman dedim. Misol uchun nimaga? Aytaylik, mana bitta oxirgi bo'lgan vaziyatlardan bittasi, endi ismini aytmaymiz, просто case sifatida bir tadbirkorimiz aytdi, men misol uchun ommaga chiqib gapirishdan qo'rqaman. Bo'ldi. Yoshlikda nima bo'lgan? Davay chuqurlashamiz deb ozgina chuqurlashsak,
ashula aytishni yaxshi ko'rgan tadbirkor ekan va yoshlikda bir katta tadbirda ashula aytmoqchi bo'lib so'zlari esdan chiqib qolganmi, nimadir bo'lib, xullas zamekaniy bo'lib qolgan. Boshqalar meni ustimdan kulganini ko'rdim deydi. Shu narsa ongini ostida qolib ketgan. Uni bitta kichkina mashqimiz bor. O'sha mashq qiluvdik, ochilib ketdilar-da tadbirkorimiz. O'zlari chiqdilar, bo'ldi, men mana shu ochildim dedilar. Tushundimlar. Ya'ni bizda ko'pincha bizni miyamiz, mana men o'zi har yili bitta mavzuni juda chuqur o'rganishga o'zim uchun olaman. Misol uchun 2 yil oldin 1 yil faqat marketingga chuqurlashganman. Ya'ni marketing kodini, ya'ni meni vazifam formula ishlab chiqish. Ya'ni mana brend bor, o'sha brendni mijozi miyasiga nima qanaqa qilib olib kirish mumkinligi qadam-qadam algoritm bor. O'sha narsani ustida 1 yil umrim ketdi. Faqat shunga bag'ishladim. Faqat shu mavzuda kitoblar o'qidim, treningliga bordim va hokazo ustozlarga bordim. Keyingi o'tgan yili xodimlar boshqarish bo'yicha shunaqa qilib chuqur kirishib ketdim. Bu yili meni mavzuyim neyrofiziologiya, ya'ni miyaga chuqurlashyapman. O'sha miyaga chuqurlashayotganda nimaga duch kelyapmiz? 2 xil bilim bor-da. Ya'ni biznesni boshqarish qattiq bilimlar bor, hard skills deymiz va yumshoq bilimlar bor, soft skillslar. Qattiq bilimlarga ko'proq urg'u berganmiz har doim. Hozir ham shu aslida qanaqa konkret instrumentlar orqali biznes boshqarish mumkin, lekin qattiq bilimlar, hard skillslar ma'lum darajaga biznesingizni olib chiqadi. Bu yerda to'xtaydi. To'xtatish sababi biznes asoschisining o'zi. Mana shu miyada cheklov. Mana shu yerga kelgandan keyin mana bilan ustida ishlasa arziydi. Mana keyin ochish bilan shug'ullanamiz, chunki uni ham ma'lum instrumentlari bor, qanaqa nima qilish kerak bor. Buni yil oxirida o'zi sizga aniqroq ham aytib beraman, chunki haqiqatan shuni jarayondaman, ichidaman. Qanaqa hozir zo'r keyslar oldim, o'zim uchun zo'r instrumentlar oldim. Dunyodagi eng krutoy olimlarning keyslarini olamiz, aynan miya bilan ishlayotgan olimlardan biznesga bog'lab shu narsani o'rganyapman hozir o'zim ustimda va dahshat narsalar chiqib kelyapti. Miyani qanchalik katta potensial borligini bilmas ekanmiz. Nimaga hozir bugungi vaziyatdaligimizni ham bilmas ekanmiz. Nimaga o'sha oxirgi o'rgangan mavzum qaror qabul qilish, nimaga aynan shu qaror qabul qildik bilmas ekanmiz. Aslida bugungi qaror qabul qilishimiz bizni o'tmishimizdan kelib chiqar ekan. Ya'ni bugungi fikrlashimizdan emas. Nimaga hozir shu qaror qabul qilsa, miya xullas oldingi tajribadan kelib chiqib qilar ekan. Xullas juda ko'p zo'r keyslar chiqib kelyapti. Misol uchun oxirgi olgan keyslarimdan odamni tajribasi bor, keyin ustidagi odamning instinkti bor, ustidagi tajribasi bor. Misol uchun kimdir MBA'da o'qigan, universitetda o'qigan, chet elda treningda o'qiganda, endi siz o'rmonda ayu ko'rib qolsangiz, ayudan qochsangiz, mana bu qism ishlamay qolar ekanda, qaror qabul qilayotganingiz faqat mana bu qism ishlaydi ekan. Tirik qolishingiz kerak edi, surbotdan deyishingiz kerak edi, qochishingiz kerak. Shuncha olgan tajribangiz miya olib qo'yar ekan chetga. Bu degani siz buni qanaqa yana boshqacha qilsa bo'ladi? Buni magazinga kirganda buni marketologlar foydalanadi. Mana shu qismini olib qo'yadi-da, emotsiyada narsa olib qo'yasiz-da, sotib olasizda, narsa sotib uyga borib afsuslanasiz. Niye oldim o'zi bu narsani deysiz-da. Ya'ni magazinda yoqib qo'ygan, lekin kerak emas narsa olib qo'yasiz-da. Ya'ni mana shu qismini ishlatishni bilishimiz kerak ekan. Tajriba qismini to'xta. Shu joyda to'xta deyishimiz kerak ekanda, zo'r, menga yoqdi, faqat qoida qiling, 24 soatdan keyin javob beraman-da, misol uchun. Bo'ldi, 24 soatdan keyin sal borib, sal uxlab turganingizdan keyin boshqa kelganingizdan keyin yostiq bilan bir maslahatlashasiz-da. Mana bu qismi keladi-da, aytadi, nima qilasan bu narsani deydi. O'shanga ham har doim mana kimdir mana turklarda zo'r sotuvchilarni turklarda bilaman. Ofisdan 50 dollarni olmasdan chiqaza olmagan deydi-da. Chunki mana bu qismi ishlamay turganda pulni olib olgan deydi. Keyin mana o'ylab qolsa, nima qilaman degan joy bo'lib qolishi mumkin. Yana aytmoqchi, miyani zo'r xususiyatlari bor. Hozir endi mana jarayondamiz, o'rganyapmiz. O'zingiz maza qilganingiz. Yo'q, vashi maza qilmayman. Ashirgi Xitoy mavzusi hozir kimga qaramang, qatga qaramang, faqat yomon tomonini ko'rishyapti. U bo'lib ketadi, bozorni olib qo'yadi, boya aytganingizdek, narx tomonini sindiradi, chidab bera olmaydi bozor. Umuman tangani 2 tomoni bor har doim. Shunaqa. Yaxshi tomoni o'zi umuman nimada u yaxshi tomondan aytaylik, balkim bozor rivojlanar, balkim bizani yaxshiroq qilar. Raqobat kirib kelyapti bu yerda. Shunaqa. Endi yaxshi tomoni bizga yaxshi, ko'p tadbirkorlar qo'rqib o'qishga kelyapti. Lekin aslida vahma ko'p. To'g'ri, qanchadir bozor ulushini oladi, tabiiy. Lekin bir mana kechamikin o'tgan kunimikin milliard klubimizda so'rovnoma o'tkazdim. Men aytdim, vahma bo'lyapti, kelib, просто konkret fakt bilan gaplashaylik dedim. 2 savol so'rovnomada. Kimga ta'sir qildi, kimga ta'sir qilmadi shu kungacha savdosiga.
Xitoy kirib kelish. 18% odam aytdi, menga ta'sir qildi dedi. 82% odam javob berdi, menga ta'sir qilmadi dedi. Ya'ni bu taxminan mana 400 ta tadbirkor bor auditoriyani javobi. Ya'ni menimcha normalniy выборка bu. Bu degani ta'sir qilyaptimi? Qaysidir sohalarga ko'proq ta'sir qilyapti, qaysidir birlarga yo'q. Misol uchun mana bir tadbirkorimiz, choyxonasi bor tadbirkorimiz aytdilar, oldimizda Xitoylar quruvdi, bankrot bo'ldi, yopilib ketdi. Yopilib chiqib ketib, qaytib ketayotganlar ham bor. Uyga qaytib ketayotganlar ham bor. Bu ham endi raqobat, bu ham bozor. Kimdir eplasa epladi, eplamasa eplamaydi bu ham. Va buni nimaga hozir Xitoy kuchayayotganini ham tushunishimiz kerak. Chunki O'zbekistonga kirishi, chunki hozir Amerika katta sanksiyalar qo'yyapti. Ya'ni Amerika katta bozor. Boshqa davlatlarda eksport darajasi, Xitoydan chiqayotgan eksport darajasi ancha tushib ketyapti. Как раз full kontaktda men statistikasini tashlab berdim gruppada. Mana dedim, konkret mana davlatlarda o'tgan yilga qaraganda eksport darajasi tushib ketdi. Endi eksport darajasi tushib ketgani, o'tda endi bir xitoylikni ko'z bilan qaraylik bu narsaga. Xitoyda o'tiribdi, savdo qilyapti, Afrika tushib ketdi, Amerika tushib ketdi, Yevropa tushib ketdi. Nima qilish kerak? Kartani oladi, yana qaysi bozorga kirmaganman deydi. Keyin qarasak, O'zbekiston bor ekan deydi. Qiziqib sekin kirishni boshlaydi. Kimdir eplaydi, kimdir eplamaydi o'tdi ham. Bu ham ular uchun ochiq bozor. Ular uchun ochiq bozor. Masalan, xuddi Rossiya ham ishlayapti, Xitoy ham ishlayapti. Va eng qizig'i bugun yaxshi ma'lumot aytib qoldiribdi biznesmen akamiz. Bular kecha kirib boshlamadi. 2 yil oldin kirib kelgan Xitoy. Shunaqa. Просто hozir katta potok kelganiga bir ko'chalarda joylar ochilib, Xitoy restoranlar ochilib ketdi, qayerdadir umuman savdo majmualari ochildi Xitoy tomonidan. Lekin kirsangiz gullayapti bu biznes ular. O'zbeklar kirib, narxi zo'r chunki. Bizdan xalqimizga kerak, zo'r narx, zo'r taklif kerak. Bu ham bizda plus. Full kontakt bo'yicha katta muammoni eshitdim va bizda ham hozir u muammo bor o'zi aslida. Ya'ni bu endi podpiska-ku. Har oy avtomatik ravishda pul yechilish kerak. Qayerdandir yechilish kerak u. Qayerdan yechiladi? Kartadan yechiladi. Kartani yechish uchun nima qilish kerak? Ulash kerak. Ulash uchun xuddi siz menga kartangni ber, men kirit deganda bu odam miyasiga hozir u kartani ulab qo'ysa ham pul yechib oladimi? Qanaqa bo'ladi muammo? O'zi umuman bu bozorni aslida tajribasi odamlarda bundan ham qo'rquv bor-da. Bunga qanaqa yechim qilyapsiz? Shunaqa. Endi qarang, biz juda ko'p karta ma'lumotlarini chet elga, endi viza karta ko'proq viza kartani chet eldan ko'p podpiska qilganmiz. Mana hattoki shu Telegram podpiska qilganingizda ham o'sha yerdan ham viza kartangizni qo'yasiz. Netflixdan foydalanamiz, o'tga baribir qo'yasiz. Juda ko'p tekin xizmatlar bor, ya'ni uni ham karta so'raydi, ya'ni bir oy tekin, bir hafta tekin degan variantlar bor, qo'yasiz. Ya'ni dunyodagi praktika bu. Bizda hozircha bu narsani tushunmaymiz. Nimaga? Chunki bu ham bir intellektni bir qismi. Mana intellekt qanaqa intellekt bor? IQ bor, IQ nima degani? Ya'ni intellekt. Ya'ni ilm darajasi qanaqadir bir tajribangiz, ilm darajasi. Keyingisi IQ bor. Emotional quotient deydi, ya'ni emotsional intellekt. Bu ham bir intellektning bir turi. Yana TQ bor. Technological quotient deydi, ya'ni texnologik intellekt bor. Texnologik intellekt deganda bu siz texnologiyalardan yaxshi foydalanishni bilishingiz degani. Bizda hattoki bilmadim 90% aholimizda email ham yo'q-da. Tushunyapsizmi? Bu nonsens. Chunki butun dunyoda hammada email bor. Menimcha 100% ga yaqin bo'lsa kerak. Bizda 10% bormi, yo'qmi, men bilmayman-da. Bizda ko'proq o'sha подтверждение yuborish ham SMS dan yuboramiz. Qimmat-da bu. Falon pul to'laymiz biz har oy SMS ga, chunki emailni bog'lab qo'ysa emailim yo'q deydi-da, misol uchun. Tushunyapsiz? Bu texnologik intellektimiz bo'yicha hali ancha ishlaydigan joyimiz bor. Va hozirgi bizda bo'layotgan katta muammo, har qayerda biz aytamiz, bir hafta bizda bepul full kontaktimiz bor deymiz, lekin kartochkasini so'raymiz-da, ulash kerak. Bepul foydalanish uchun kartochka ulash kerak. Chunki bir hafta ichida agar yoqmasa, bemalol chiqib ketishi mumkin. Lekin bir haftadan keyin men hamma narsa yoqqan bo'lsa, bo'ldi, men o'sha boshda qo'shgan kartochkasidan pul yechib olishni boshlayman. Ko'plab, voy, mani kartochkamni so'rayapti deydi. Bu TQ'si pastligida bu. Ya'ni texnologik intellekti, texnologik bilimi hozir darajada past, o'rganib ketamiz. Chunki men esimda bor, mana ko'plab bu narsani eslolmaydi. 2004-yilda men TPS kompaniyasida ishlaganman, kommersiyalik direktor bo'lganman. Internet endi paydo bo'layotgan payt so'rovnoma qilishga ko'chaga chiqqanman. 2004-yil. Esimda bor, Yunusobodda universitet bozorining oldida mashina qo'yganmiz-da. Shunda bitta xodimimiz bilan birga chiqqanmiz. Bitta ayol kishi mandarin sotib o'tirgan bo'lgan Astanovkada. Oldiga borganmiz, so'rovnoma qilyapmiz. So'rovnomaning mohiyati nima bo'lgan? O'zi internet olayotganda, internet kartochkalar bor. Internet kartochkalar olayotganda
qaysi reklamadan foydalanib olgansiz degan narsa tushunmoqchi bo'lganmiz. Esimda bor, shu birinchi ayolga kelganman. Assalomu alaykum, internetdan foydalansam nima bu degan. Qani 2004-yil, hozir hamma biladi. Nima bu deganda o'sha paytda bir nechta odam nima bu deb javob bergan 2004-yil. Vaholanki .comlar Amerikada 2000-yillarda rivojlangan, gullaganda, ya'ni internet gullab yurgan paytda biz 2004-yilda hali internet nimaligini juda katta qism aholi bilmagan, internet nimaligini tushunmagan. Hozir kartochkaga xuddi shu davrdan o'tyapmiz. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Anaqadan bu bosqichdan o'tib olish kerak. Alisher aka, o'zingiz o'ylaysiz, shaxsiy brend qurayotganda eng asosiy narsa nima? Biznesmenga xarizma bor, boya aytganingizdek IQ bor, boya aytganingizdek tajriba bor. Bu sifat, zo'r. Hamma aytgan narsangiz bu sifatda, lekin sifat yetarli emas, maqsad olish uchun. Emotsiya ham kerak-da. Bizani endi o'zimizdan zaif tomonimiz boshqa qismida. Bizani razlikat qilib, davay deydigan, sakrab bo'ladi, shapishada. Unaqa narsaga yo'raman. O'shanga men o'zimizdan komanda ham aytadi. Alisher aka, shu narsa qo'shilaylik desa, bosh qotirma deyman-da. Shu tomonlari bor. Ya'ni zo'r shaxsiy brend, siz aytgan, siz tushunchangizdek, zo'r shaxsiy brend uchun yetmayotgan qism men o'ylayman, menda o'sha shaxsiy vовлечённость deymiz, mana shaxsiy vовлечённость bu birinchidan vaqt ham muammo, chunki ish ko'p bo'lganiga unaqa vaqt ajratish ham qiyin. Ikkinchisi bu emotsiya. O'sha emotsiya deganda ko'proq aytasiz, ichkariroqga kirg'izish bo'yicha, sal menda balkim o'sha boyagi gapda yopiqroq bo'lsa kerak. Ya'ni qanaqadir ko'rmayotgan narsalarimiz bo'lsa, aytingiz mutaxassis sifatida. Men ko'rayotgan narsam bu juda bir xil kontent. Ya'ni odamlarga zerikarli bo'lgan va asosiy auditoriyaga nisbatan bo'layotgan prosmotrlar. Mavzu o'ta tor. Shunaqa. O'ta tor doiraga yuborilayotgan mavzu va eng asosiysi tajriba ochilmayotgani bu yerdan. Tajriba. Ya'ni juda tor doiradagi kontentlar bo'lgani uchun ham 10,000 prosmotr bo'ldim. Bu degani siz 10,000 inson tushunadigan gapni gapirdingiz-da bo'ldi. Shunaqa. Million prosmotr bo'lish uchun siz million odamni muammosini olib chiqishingiz kerak. 100%. U muammoga yechim berishingiz kerak masalan. 100%. Million prosmotr qilaman deb 10,000 tani yo'qotib qo'ymaymanmi degan shubha ham bor-da menda. Yo'q, eng qizig'i biz buni juda ko'p eksperiment qilamiz, biz sohamiz bo'lgani uchun. Shu boyi 10,000 auditoriyani olaman deb unga kontent qiladigan bo'lsangiz va million qilsam buni ichida kelmasmi? Yo'q. 10,000 shu million ichida o'tirgan bo'ladi o'zi. Yo'q, bo'ladi, lekin endi meni qarang, siz baribir mutaxassissiz, sizdan maslahat olamiz bu yo'nalishda. Menda tushuncham qanaqa bo'lgan? Aytaman, doim komandamiz bilan bahslashadigan narsalar ham shu-da. 10,000 ta auditoriyam bor. Men aytaman, meni biznes auditoriyam 10,000 ta deyman, misol uchun. Menga shu auditoriyam ko'rsa bo'ldi, menga prosmotr qiziq emas deyman. Lekin misol uchun kimdir aytadi, 1 million ta qilishimiz uchun mana narsalar qilishimiz kerak. Men aytaman, to'xta deyman. Men uzki yo'nalishim bor, biznes boshqaruv yo'nalishim bor. Zerikarlimi, balkim kimgadir zerikarli, agar bu yo'nalish unga tegishli emas bo'lsa, tabiiy. Lekin shu yo'nalishga qiziq bo'lgan odam men olganim yaxshi emasmikan degan, menda ham ichimda o'ylar bor-da. 1 million qilaman desam, bu men kengroq mavzularda o'zim yoritishim kerak. Keng mavzuda o'zim yoritsam, men 10,000 ta Alisher ekan buzilibdi, cho'ta anaqa ommaga chiqib ketdi deydi. Auditoriyamni yo'qotib qo'ymasmanman degan qo'rquv bor. Gipoteza, bu ham gipoteza. Balkim to'g'ri, balkim noto'g'ri. Da, toza gipoteza. No, million olish uchun bu boya aytganingizdan necha yoshda uylanish kerak? Yo'q, bu mavzuni ko'tarish shart emas. Bu yerda toza tajribadan shunaqa prosmotr olsa bo'ladi. Va eng qizig'i, biz o'zimiz qilamiz bunaqa kontentlarni. Aynan sizni tajribangizni hozirgi qilayotgan ishingizga bog'lab yuboradigan kontentlar. Zo'r. Men o'ylashim bo'yicha, agar bu ishni qilganimizda, ya'ni siz masalan qilganingizda o'zingiz, hozir qaysi ma'noda keyingi bir ikkita potokis to'lib turgan bo'lar edi men nazmimda. Zo'r. Nima qilishimiz kerak uncha? Keling, ishlashni boshlaymiz. Yo'q, shunaqa kontentlar bor. Ya, da, aytganingizdek, u faqat munosabat, oila, u mavzular emas, odamlarga qiziq. Odamlarga qiziq hozir bozor qanaqa va nima uchun bu narsani eshityapti, nima uchun qanaqa pulli ishlar qilgansiz o'zi, nimalar qilib tashlagansiz, nima uchun sizga ergashish kerak. Bitta narsani tushunishimiz kerak, yangi auditoriya juda ko'p. Zo'r, to'ppa-to'g'ri. Yangi biznesmenlar juda ko'p. Hozir tim bo'lgan. Hamma yoqda bongir yoshibdi, bo'ldi, biron qo'lda ishlayverma, biznes qil. Yonib kirayotgan odamlar ko'pda, yonib kirib oladi, emotsiyada nima qilish bilmaydi. To'g'ri. Bundoq kiradi, endi kimdan o'rgansanmi deydi. Shunda siz chiqib ko'rishingiz kerak o'z oldida. Kim o'rgataman? To'g'ri. Men mana shu narsani o'rgatyapman. To'g'ri. Biz bu narsani yaqinda bir haftami, 2 hafta bo'ldi, mana o'zimizning bolalar ham shu yerda
как раз man bolalarga bo'lib berdimda va ko'rsadim o'sha biza targetga yetkazayotgan pulimiz bor. Qanchasi yangi auditoriya, qanchasi konversiyaga, qanchasi bu qismi deb o'sha CGM'imiz bor, customer journey map. O'sha yerda qilganimizda bolalar jadval qilib berdi, yangi auditoriya 0 turibdi deb pul ishlatilgan. Bu narsani tushunamiz. Aytaman, ko'ryapmiz, tushunamiz va bu narsaga hozir harakat qilamiz. Berishga menga bog'liq bo'lib qoldi ko'p narsalar. Mani davay etsa men emotsional to'xta deyman. Mana shunaqa. Kecha bir yorildim, bir soatcha, 1,5 soatcha ancha kontent qilib qo'ydi. Xudo xolasa nima bo'ladi. To'g'ri aytasiz, men qo'shilaman. Yo'q, bu baribir podxodga bog'liq. Masalan, biz ham biznesmenlar bilan ishlaymiz. Vaqti yo'q, hech kim ishonmaydi, vaqti yo'q, lekin shunaqa joyini topamiz, 2 soat vaqt ajrating, bo'ldi. 10 ta, 15 ta kontent eng kerakli joylarni olamiz va unga kerakli natijani qilib beramiz. Zo'r bo'lyapti. Nima biz qayerdan bilamiz? Xuddi bizning ish ham podpiskali. Kontraktimiz tugaydi, kontrakt yangilanadi yani. Nima uchun yangilanyapti? Demak, nimadir manfaat beramiz. Qiymatimiz bor shuning uchun. Sizda ham xuddi shunaqa. Birinchi katta muammo bu kommunikatsiya yo'qligi, auditoriya sizga yaqin emas. Yaqinroq bo'lsa nima bo'lardi? Sotib olish ehtimoli balandroq bo'lardi. Tabiiy. Sizdan u ya'ni qarangda, men yaqinlashtirishim mani ichkari chiqilishmasdan yaqinlashtirishi mumkin degan variant berasiz. U mana shu narsa bizga kerakda. Ya'ni meni ko'rishim bo'yicha atrofingizda o'rgatadigan odam ham yo'q buni qanaqa qilish. Shunaqa. Qanaqa to'g'ri qilinadi o'zi bu. Chunki hamma kelayotgan inson bizning oldimizga telefon ushlashni ham bilmaydi. Biz nima qilamiz? Любой sayohatga chiqqanda o'sha yerda o'zida bir 10 ta 15 ta narsa oldirtiramiz o'ziga. Shunaqa. Birinchidan boya aytgandek barrierlarni o'zi tashlaydi u. Ikkinchidan u nima qilishni biladi, qayerda qanaqa harakat qilishni biladi. Shunaqa. Men sizga anchadan obunaman, anchadan kuzataman. Kontentlaringizni har bittasini fanatizm bor bizda. Ya'ni bizga siz berayotgan huquq qiziq emas. Yani boshda bir qanaqadir qiziq narsalarni boshlash shart emas. Chiqdingizmi uni ko'ramiz. Chunki hozir bilamiz, mana manfaat beradi bizga. Eng yaqinlashtiradigan joy bu istoriya bu, stories bu. Shunaqa. Stories masalan menga qiziq, o'zi kuningiz qanaqa o'tadi o'zi? Qanaqa ulg'aysiz shuncha narsaga? Joyda insight qanaqa bo'ldi masalan? Chunki agar Instagramingizda premium bo'lgan, men sotib olgan bo'lardim. Agar premium podpiskangiz bo'lganda va o'sha bo'lishadigan joyingiz bo'lganda, masalan sotib olgan bo'lardim. Va boya aytganimdek, kommunikatsiya yo'q va auditoriya sizdan juda uzoq. Shunaqa. Meni o'ylashimcha, yangi auditoriya, yangi biznesmenlar uchun ishlab boshlashingiz kerak. Aniq qilamiz. Olamiz. Mana aytaman, kim yetishi ham muhimda. Chunki bizning komanda постоянно shu gapni gapiradi. Bosh qotirma deyman-da. Demak, to'g'ri odam kirish kerak ekan. To'g'ri odam yetish kerak. Kim og'zidan aytirish ham muhimda. Biznesda bo'layotgan eng katta muammo hozir xodim masalasi. Zamon o'zgarib boryapti, insonlar o'zgarib boryapti, qadriyatlar o'zgarib boryapti. O'sha ustoz shogird degan narsa ancha orqada qolib ketgan. Yo'q. Endi oldingizga kelgan odam sirazu necha berasan deydi qo'limga. Hali o'zini qiymatini ko'rsatishdan oldin. Shunaqa. Biz ham kengayib borayotgan odamlarmiz, biznesimiz ham kengayyapti, o'zimiz ham xodimlar olyapmiz, lekin xodimlar bilan doimiy muammo bor. Uni KPI'ni to'g'ri belgilash, bilan qanaqa to'g'ri muomala qilish, ketdi tekuchka juda ko'p. Umuman qanaqa yechim qilsa bo'ladi bu narsaga, umuman hozirgi holatda? Xodim ikkita sababga ko'ra ishlamaydi, yoki ishlashni bilmaydi yoki ishlashni xohlamaydi. Ishlashni xohlamasa, men ishlatishni bilmayman, men xayrlashaman. Ishlashni bilmasa, lekin ko'z yonsa, u yerda ko'p narsa qilsa bo'ladi. O'shanga sababi nima sizda? Ishlashni xohlamayaptimi, ishlashni bilmayaptimi degan sabab. Bu birinchisi. Aslida yana bir ikki qadam orqaga tashlaymiz. 3 ta sababga ko'ra xodim yaxshi ishlamaydi. Birinchisi, siz yoki noto'g'ri xodim olib qo'ygansiz. Balkim bu birinchi sabab. Ikkinchisi, siz balkim yaxshi xodim olgandirsiz, lekin siz u xodimlar bilan munosabat qurishni bilmaysiz. Ya'ni boshqaruvchi sifatida zaifsiz. Chunki xodimlar bilan ishlashni bilish kerak. Bu ham bitta ilm, fan-da, bu ham. Soft skills. Soft skills, to'g'ri aytasiz. Soft skills, chunki mana hozir Instagramda razbor qildingiz-ku, mana xuddi shuna qilib har bitta yo'nalishda shunaqa razbor qilsa bo'ladi. Misol uchun o'sha xodimlar bilan ishlaganda ham Instagramdagi juda ko'p nyuansi bor. Biz o'ylaymiz, biz faqat oylik bersa ishlaydi deb o'ylaymiz, unutinglar, unaqa narsa yo'q-da. Hali yana 12 ta post bilan teng bo'lib qoladi Instagram cho'si. Uni ko'p nyuanslari bor. Va uchinchisi, siz lider sifatida kuchli bo'lishingiz kerak. Siz bilan ishlashni xohlash kerak odam. Mana shu 3 ta narsada nimadir yoki bittasi yoki uchalasi ham yo'q bo'lishi mumkin agar xodimlar yomon ishlasa. Любой xodim yomon ishlayapti, mana shu 3 ta narsada qidirish kerak. Misol uchun boshda zo'r xodim oldingiz, siz zo'r kuchli lidersiz. Lekin
orada siz vaqt ajrata olmayapsiz xodimlarga. Munosabati yo'q, feedbacklar bermayapsiz, uni dardini eshitmayapsiz va hokazo hokazo, yana tarqalib ketadi hamma narsa. Ya'ni boshqaruv bu katta energiya talab qiladigan narsa. Siz doim постоянно siz energiya manbaisizda asli tegi mana bunday qarasangiz. O'shanga shu narsalarni ishlatsangiz, mana shu 3 ta narsani to'g'ri diagnoz qo'yib, o'sha narsaga sal urg'u bersangiz, ne ishlash kerak emas. Misol uchun, menda tajribamda oxirgi bir 10-15 yil kamida shu rahbar sifatida tekuchka juda past bo'lgan, deyarli 0 ga yaqin bo'lgan, hattoki mana distributsiya kompaniyalari, mana DNAda ishlaganmiz, distributorskiy komandamiz bo'lgan, Beltonda distributorskiy komanda, distributsiyada juda katta, menimcha eng katta tekuchka bor soha deb bilaman. Agentlar o'zgaraveradi. Bizda почти hech qachon agentlar o'zgarmagan, juda kam bo'lgan. Sanoqli bo'lishi mumkin, qanaqadir istisnoli bo'lgan. Hozirgi komandamizda ham shunaqa. Hozirgi komandamizda ham o'sha boshdan kelgan xodimlar deyarli hammasi hozir ishlayapti. Kimlardir o'zimiz xayrlashishimiz mumkin. Lekin buni formulasi bor. Ya'ni bu shunchaki intuitsiya emas, shunchaki nima emas. Buni 1 2 3 4 5 degan, mana Instagramda qanaqa qilib lichniy brendni продвигать qilish kerak bo'lsa, xodimlarni boshqarish ham shu 1 2 3 4 5 degan qadamlari bor. Shu qadamlarni to'g'ri qilsa hech muammosi yo'q. Eng katta muammolardan nima? Mana fundamental narsalar bor-da. Bizda ko'pincha isitma bilan ishlaymizda, badanni, tanani isitmasi bilan ishlaymiz. Misol uchun 38 ga chiqib ketdi, voy nima qilamiz deymiz, isitmasini tushiramiz. Yo'q. Isitmasini manbasini topishimiz kerak. Qat'iy yiring bo'lishi mumkin-da. Nima uchun chiqdi o'zi? Nima o'zi chiqdi? Mana shu yiring bilan kam ishlaymiz-da. Shu isitmasi, ya'ni o'sha yiring, ya'ni manbasi sifatida mana ikki xil tadbirkor bor. Birinchi xil tadbirkor bu mana siz davayt keling, siz ana kichkina razbor qilamiz endi, ana alaver dedingiz. Nima uchun siz bu biznesni boshladingiz? Bu biznesni. Oliy maqsadim bor. Qanaqa? Oliy maqsadim odamlarga sifatli bilim berib, kasb bilan chiqarish. Zo'r. Sizni chempion kompaniyasi kim dunyoda? Siz sohangizda eng krutoy. Mani sohamda, to'g'risini aytsam, men sohamda chempion kompaniya ko'rmayman. Men nimaga? Chunki dunyoda. Yo'q, dunyoda kasb bilan chiqaradigan, ya'ni men hozir shunaqa rejamizda bor, maktab ochmoqchimiz. Maktabdan bolalar kasb bilan chiqadi. Zo'r. Hunar bilan chiqadi. Demak, maktablar ichida kim chempion shu soha bo'yicha? Topshim kerak ekan. Qarang-da, siz hozir taksiga o'tirdingizda, oxirgi manzilga yetmadingizda, yuraverdi, har chorrahada chapga, o'ngga, to'g'riga deb ko'rsatib turibsiz-da. Tushunasiz? Mana shu muammo-da. Endi qarang, nimaga bu muammo? Agar siz yetsangiz, qara, men bu yo'nalishda misol uchun 42-maktab degan maktab bor dunyoda. School 42 degan maktab bor. Bu maktab eng kruto aytishniklarni chiqazadi. O'sha hunar sifatida. Ular universitetdan emas, boshqa o'tdan o'sha Google, Amazonlar talabgor. Ular kelmanga deb o'tiradi, navbatda turadi ular. Chiqqan odam o'zi nima qiladi? Ya'ni bular misol uchun, menimcha, endi bilmayman, ozgina internetda ko'rsangiz balki boshqa variantda chiqadi. Deylik, shu kompaniya siz uchun nomer 1. Chempion, siz Ronaldingiz, Messisiz, sizda. Referens olish kerak. Referens. Endi qarang. Siz hozir xodimlar to'g'risida gaplashyapmiz. Hozir men xodimlardan minus 2-3 qadam qo'yamanda. Ya'ni siz aytishingiz kerak, tak, meni kompaniyam 42-maktabdan kattaroq bo'lishi kerak dunyoda, globalniy. Bularning byudjetlari, bilmadim, 100 millionlab, milliardlab balkim byudjeti bor-da. Misol uchun, Garvardda endowment fund deyiladi, ya'ni bor puli $50 milliard fondlar bor Garvardda. Ya'ni o'quv markazida katta pullar bo'ladi. Endi bu degani siz aytyapsiz o'zingizga, men deyapsiz, shunaqa maqsad qo'ydim, oliy maqsad, mana bular, misol uchun Yevropalik bolalar shunaqa maktab qildi, o'zbeklar ham shu maktab qilsa, misol uchun-da, dunyoda nomer 1 bo'ling. Demak, men endi bilmayman qancha savdo qiladi u maktab, misol uchun yiliga $1 milliard avion vyruchkasi bor. Men $1 milliard $1 qilishim kerak bo'lmasa. O'tish uchun qilishim kerak-da. Desangiz, o'sha qarang, oliy maqsaddan tashqari biznes maqsad bormi? Endi siz dunyoda chempion bo'laman deyapsizmi? Sizda kruto bolalar ishlashni xohlayapsizmi? Kruto bolalar qanaqa korxonaga keladi? Shunchaki biznes asoschini qanaqadir maqsadchasi bor kompaniyaga keladi, lekin dunyoda mana shu nomer 1 bo'lmoqchimiz deb keladi. Tushunasizmi? Siz zo'r bolani yemoqchi bo'lsangiz, siz o'zingiz zo'r bo'lishingiz kerak. Siz qat'iy ketayotganingizni ko'rishingiz kerak. Mana Qozog'istonga ham kirayotganda, nechta bolamni suhbat o'tkazdim, ishga olayotganda, men davoman qara, men shunchaki pul topishga kelmadim Qozog'istonga, men Qozog'istonda nomer 1 bo'lish uchun keldim. Sen nomer 1 bo'laman degan kompaniyaga kelsang, kelmoqchi bo'lsang, kel.
man yo'q shunchaki 9 dan 6 gacha ishlamoqchi bo'lsang menga kelmagin deganman. Nechta bola orada chopildi. Yo'q, men unaqa tempda ishlamas ekanman dedi. Muammosi yo'q. Lekin men nomer 1 bo'lmoqchimanmi? Mana hozir Qozog'istonda Navruzda 4 kun, 5 kun anaqa ekan, dam ekan. 3 kunmi, 4 kun dam ekan. Voy, kakrat men Qozog'istonga borishim kerak edi shu orada. Men aytdim, "Voy, men hozir bormoqchiman" desam, "Yo'q, prosta ma'lumot uchun aytdi, biz unaqa qilmaymiz, biz ishlaymiz" degan bolalar ishlayapti-da hozir, biz chiqamiz deyapti ishga-da. Tushunasiz? Ya'ni siz komanda yig'ayotganingizda oldin o'zingizdan boshlamasdan siz istima bilan ishlayapsiz-da. Hozir mana tikuchka bor deyapsiz-da, bolalarimni bo'shatib yubormoqchiman yoki nimadir deyapsiz-da, bu 38. Istimani tushirganingiz foydasi yo'q. Ildizga borish kerak. Nimaga? Qattiq yiring balkim o'zimda dir deb qidirsangiz, уже keyin buni ustida xodimlar bilan ishlash hali bor-da, xodimlar bilan ishlaguncha hali qiladigan ishlar bor. Bizlar esimda bor, yoshligimizda taekvondoga borardim-da, bir oymi 2 oy umuman sparingga qo'ymaganda, har qanaqadir udarlar qilardi, trenerga borib shikoyat qilardi. Ustoz, qachon sparingga qo'yasiz, qachon urishni o'rganamiz, to'xta hali tayyor emassan dedi. O'sha sizda ham shunaqa-da, hali xodimlar bilan ishlashga tayyor emassizlar, chunki ungacha qiladigan ishlar bor. Mana shuni qilinglar. Keyin buni fundamentini ustida keyin xodimlar bilan qanaqa qilib munosabat quramiz, qanaqa xodim olamiz deb qurishimiz kerak. O'sha orqaga ayrim hollarda 1-2 qadam orqaga tashlaydigan vaziyatlar bor. Orqaga qaytadigan joylarimiz bor ekan. Yo, zo'r, menga yoqdi. Razbor formati. Bir rostlagan razborga chaqirsangiz, men ochilib beraman. Yo'q, qilamiz, xudo xohlasa. To'liq ochilib beraman. Kelishdi. Bolalar travmadan boshlab, travmalar juda ko'p o'zimmi? Hammada bor. Ha, dahshat travmalar va travmalar menga yaxshi tomonga o'ynaganini bilaman. Nima kimdirga doim madrid isbotlashga harakat qilaman. Doim kalta yegan bo'laman. O'sha kalta urgan bolalarga o'zim ko'rsatishni yoqtiraman masalan. Zo'r. Bu menga yaxshi tomonga o'ynaydi har doim. Zo'r. Aslida ko'p shaxsiy brendga intiladigan bolalar bor-ku. Travmasi bitta bo'ladi, bilasiz? Yoshida qanaqadir modniy kompaniya bo'ladi, ya'ni krutoy bolalar bo'ladi, siz o'zini anaqasiga olmagan. Kirolmagansiz-da. Hozir siz asli hozir o'shani isbotlayapsiz. O'sha bolalaringizni ko'rsatdim, qarang, men mashhur bo'lib ketdim deyapsiz-da, tushunasizmi? Ana ommaga chiqishi eng katta sabablardan bittasi ham shu bo'lar ekan. Be'tiborlilikda qolib ketgan. Yo'q, qachondir sizni atvergat qilishganda, ana sizda qo'shmagan. Ana krutoy bola bor, wow, modniy bola, hamma qizlar uni bolalarga anaqa nima qilgan, qaraganda ichiga kirsangiz, bor o'yna deganda sizga kimdir-da, balkim. Menda ham shunaqa bo'lgan. Hozirda tushunasiz? De, ikkinchi siz boshqa narsa isbotlayman deb mana deysiz. Eng zo'r mashinada yuraman deysiz, eng zo'r uyda yuraman deysiz, mashhur bo'laman deysiz. Ya o'zi shunaqa. Rostdan kirolmaganmiz shaqqa. Shuning uchun ham normal. Zato hozir do'stim, ana sanlarga do'stim. Ko'rsatib qo'yasizmi? Men bilmadim, masalan, nima uchun bilmayman, nima uchun Citydan uy olganman, nima uchun bilmayman. Boshqa sabab yo'q. Ha, nima uchun bilmayman. Yaqinda mashinani almashtirdim. Shunaqa isbotlash. Lekin qarang, bu narsani agar davolamasa, mana sizni o'sish nuqtangiz shu. Libo odamda mana misol uchun hozirgi voqealigingiz bor, ertangi voqealigingiz bor. Shu orada kichkina truba bor. Shu kichkina truba shu travmangiz. Mana shu trubadan o'tib olish uchun travmangizni birinchidan zo'r tan olishingiz bu birinchi qadam. Tan olasiz. Bu narsani ishlab yo'qotmagunizcha men maktabga chiqa olmaysiz hech qachon. Ha, yo'qotish kerak ekan. Uni yo'qotish kerak. Uni yo'qotish uchun o'zini qadamlari bor. Endi u uchun alohida gaplashamiz. Borishimiz kerak ekan. Ajrga katta rahmat. Men o'zim maza qildim, to'g'risi. Alloh rozi bo'lsin. Ekran ortida ko'rayotganlar undan ham maza qilsa kerak. Hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Hozirgi eng aktual, menga ham qiziq, audioga ham qiziq bo'lgan mavzularni ko'tardik. Xudo xolasa xuddi shunaqa yana kelasiz deb o'ylaymiz. Inshaalloh. Keyingi safar siz taklif qilamiz. Ko'rsatamiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling.